Hop, kattalar barchaga salom yana bir bor. Demak, kattalar bugungi boshlaymiz streamimizni. Va bugun sizlarga Sirojiddin bilan birgalikda chiroyli va yangi mavzularni o'tishga harakat qilamiz ekan. Hop, bugungi o'sha mavzularimiz haqida birinchi gaplashamiz va nima mavzular o'tishimizni sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hop, kattalar, e'tiborli bo'lamiz. Bugun hisobida sizlarga ikkita kitob berishga harakat qilamiz. Bu kitoblar shu vaqtgacha hali hech kimga chiqarilmagan, hech kimga olib berilmagan. Faqat o'zimizdan o'sha individual o'zimizdan shogirdlarga berib sinovdan o'tkazib ko'rdik va barchasi o'xshaganlik uchun xudo xolisa bugun shu kitoblar haqida gaplashib, bir qator to'xtalib, keyin dальше davom etamiz ekan. Xo'p, demak, bizada birinchi mavzumiz kattalar o'sha Fibonacci bo'ladi, ya'ni Fibonacci musang bo'ladi. Va bu Fibonacci musang bo'yicha ham o'tgan darslarda ham tushuntirganmiz. Buni o'zi bitta darsda, полностью dars qilib jarayonda tushuntirib o'tdik noldan. Qanaqa qilib foydalanishimiz kerakligi haqida. Va endi mana shuni qolipga solib, ya'ni kitobga bitta kitob qilib, как положено nima deydi o'sha nomerlarni kiritib qo'yganmiz, chunki deyarli barcha so'rashdi o'sha kuni ko'pchilik topolmagan ekan darsdan keyin. Shuning uchun buni ham kitobga solganmiz. Kitobda ham nazariy taraflari bor, Fibonacci o'sha musangni deylik. Va o'sha texnik tarafdan ham polni foydalanish yo'llarini ham bir ikkita joylarini qo'shib o'tib ketganmiz. Bu birinchi masalamiz. Va ikkinchi masalamiz esa bugun o'sha Fibonacci musangni birinchi elitasini sizlarga o'rgatganman, qanaqa foydalanishni. Endi bugun sizlarga bozorimizda sal o'zgardi. Misol uchun deylik, hozir ko'ryapsizlar, ozgina aterlarimiz kuchaygan bozorda va umuman olganda barcha valyuta paralarida ham kerak bo'lsa joyi kelsa o'zgarishlarimiz mavjud. Va shuni hisobga olgan holatda men sizlarga bu Fibonacci musangda deylik, ikkinchi editasini o'rgataman. Ya'ni yangilik bo'ladi bu. Bu ham yangi dars bo'ladi o'zi. Ya'ni Fibonacci bu birinchi o'rgatganim bu o'zini yo'liga. Endi bu ikkinchi elitasi bu faqat sal boshqacharoq yondashuvda qarab o'tamiz. Ya'ni adkatlari bilan ishlashga harakat qilamiz ekan. Buni hozir dars jarayonida qanaqa ishlashini ko'rsatib tushuntirib o'taman ekan. Xo'p, bugun esa mavzularimizni Fibonacci musangda men sizlarga tushuntirishga harakat qilaman ekan va undan keyin ikkinchi mavzumiz ham mavjud bizada. Birinchi mavzumiz demak tushundik Fibonacci musang ekan. Ikkinchi mavzumiz bizada risk management va formulaviy kitobimiz mavjud bizada. Ya'ni $100 o'sha stabilniy daromad qilib, to bizada formula mavjud, kerak bo'lsa $5000 gacha daromad qilish formulasi mavjud. Bu stabilniy hech qanaqa razgonga doir emas. Buni ikkinchi mavzuga qo'yamiz, chunki sizlarning o'sha ishlashlaringiz uchun kerak bo'ladi nima? Xo'p, strategiya, demak hozir o'rgataman uni. Va ikkinchisiga deylik risk management va formulaviy kitob kerak bo'ladi sizlarga. Ya'ni yo'llanma, disiplina deylik. O'tganda savol-javoblaringizni men ko'rib chiqdim. O'sha savol-javoblaringizda ham bo'lmay hisobga olganman amalaringizni. To'shda savol-javobda o'sha disiplina haqida ham gapiring. Qanaqa disiplina o'zimga yaratsam bo'ladi degansizlar. Bugun xudo xolasa mana shu qanaqa disiplina haqida kerak bizga, shu haqida gaplashamiz va bu mavzularni bizga Sirojiddin Tojiddinov, ya'ni o'rtog'im, do'stim o'rgatadi. Xabaringlar bor, biz birgalikda boshlaganmiz va ijodni birgalikda olib boramiz ekan. Hozir gapirayotgan beyo'q. Va keyin Sirojiddin dальше davom ettiradi ekan. O'sha risk management va formulaviy основной darsni bizga Sirojiddin tushuntirib beradi. Chunki strategiya bo'lgani bilan u strategiyadan bozorda qanaqa qilib boshqarishni bilmasak, bu ham bizga hech qanaqa foyda olib kelmas ekan. Ya'ni risk management va psixologiya qisqa qilib aytganda, uni bizga Sirojiddin tushuntirib beradi bu kitobchasidan. Va uchinchisi depozit. Ya'ni traderga kerak bo'lgan barchasini bugun sizlarga tashkillashtirib beramiz. Bugun kim streamimizga kirgan bo'lsa, xudo xolasa baxtli shaxslardan va baxtli traderlardan bittasi. Nimaga? Chunki sizlarga strategiya beramiz Fibonacci va risk management o'rgatamiz. Pul qanaqa qilib boshqarish va kerak bo'lsa $100 talon summagacha ko'tarish, chiroyli qilib qolipga solib strategiyasini o'rgatib qo'yamiz. Va uchinchidan traderga nima kerak bo'ladi buncha sharoitdan keyin? Depozit kerak bo'ladi. Va depozit ham chiroyli savol-javob qilamiz. Yaxshi savol-javoblar, to'g'ri, normal savol berganlarning orasidan o'sha depozitlarni ham tarqatamiz ko'zlaringiz oldida. O'sha shaxslarga barchaga xudo xolasa kattalar tushunarli. Qo'ldan kelgancha tarqatamiz. Depozitlar soni xudo xolasa chegaralanmagan. Mana bugun faqat boshlanishi, misol uchun deylik 10 ta yoki 15 tacha insonga bugun deylik yoki sizda ham ko'ramiz vaziyatga qarab shaxslarga polni depozit tarqatamiz. Va bu endi boshlanishi bo'ladi. Bugun tipa start qildik, depozit tarqatishga deb tushuninglar.
kimlardir oramizdan agar ololmay qolgan taqdirda ham, deylik, yangi haftadan aktiv bo'lib tursangiz kanalimizda depozit ulashib boramiz. Ya'ni barchaga tarqatishga Xudo xolasa duoda bo'lib tursangizlar, sharoit bor va bo'lmasa ham harakat qilyapmiz mana sekin-sekin. Shunaqa sharoitga chiqamiz va ishlab mana depozit ham beramiz, boshlaymiz. Ya'ni bitta shaxsga nima kerak ekan? Demak, strategiya deylik, risklarni boshqarish deylik va depozit aslida. Demak, sizdan hozir talab qilinadi strimimizni boshlashimizdan oldin faqat va faqat e'tibor. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q, doktorlar. Tushunarli? Faqat e'tibor bilan как положено tushunib, eshitib o'tirasizlar, kuzatib va buni zapisi ham chiqadi, doktorlar. Lekin zapisdan oldin sizlar vovремя darsni tushunsangizlar, mana savol javoblar bo'limi eng oxiriga qo'yamiz. Savol javoblar bo'limida уже yaxshi savol bersangizlar, mana diqqat bilan eshitgan shaxsni savolini уже biz bilamiz. Va mana shu ideal savol bergan shaxslarga depozit tarqatiladi. Qaysi birovga ishlaysiz emas, realni mana bo'ladigan savollarni mavzu bo'yicha chegaradan chiqmagan holatda gaplashgan va savol berganlarga depozit beriladi. Kelishdiga, xudo xolasa hech kim xafa qilmaslikka harakat qilib kelganmiz shu vaqtgacha va darshi davom etamiz ekan. Hop, Fibonacci'miz va bu Fibonacci'miz bo'yicha mana barchasini yozib chiqamiz. Ya'ni bu yerda bizda Fibonacci'mizning o'sha numerovkalari yozilgan, ya'ni qaysidan bizda kirishimiz mumkin va bu ko'p nuqtalarimiz tek profit vazifasida va men sizlarga hozir bugungi mavzuda faqat e'tiborli turinglar. Kitobda barchasi baribir yozilmagan. Ya'ni butun bilimimni deylik bitta PDFchaga baribir maksimal yetib qolmay qoldi. Bu yerda endi nisbatan deyarli tushunchalar mavjud, lekin hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Kitobdan ham chiqadigan chegaralarimiz mavjud bo'ladi. Lekin nomerlari o'sha bironta nomerini olib qochmadim, barchasini berdim xudo xolasa. Buni o'zlaringizga tashlab beraman, bir qator ko'rib chiqasiz. Demak, o'rtalar ko'radigan bo'lsak, bu Fibonacci'dan biz faqat foydalanamiz ekan, o'sha razvorotlarda ko'proq foydalanishga harakat qilamiz ekan va razvorot qilingan nuqtadan boshlab Fibonacci'ni tortishga haqqimiz bor. Ya'ni razvorot qilingan nuqtadan boshlab. Masalan, deylik, eng yaqin o'sha kelajak bo'yicha qaraydigan bo'lsak, hozircha masalan mana bundan kelsagan bo'ladi, sal uzoqroq. Shuning uchun mana shundan o'zidan ko'rib qo'ya qolamiz. Xo'p, deylik, mana shu minimum bizada shu yerdan narxda razvorot boshlangan, to'g'rimi? Ya'ni shu yerdan bizada narxda откатimiz mavjud ekan. Demak, endi biz Fibonacci'ni tortishga kirishsak bo'ladi, faqat bunda e'tiborli bo'lamiz, hali boshqacharoq tortamiz. Ya'ni o'tgan darslarda men tushuntirib o'tgandim Fibonacci'ni tortishda. Xo'p, ya'ni bizada korreksiya qilingan va mana shu korreksiyani buzgan svichaning, ya'ni bizada korreksiyani maksimumi deylik qaysi? Mana shu korreksiyani maksimumi deylik mana shu ekan. Va mana shu maksimumni buzgan svicha deylik qaysi ekan? Mana shuni o'zi ekan. Ya'ni mana shu impuls bilan buzgan svicha bo'lsin. Faqat impulsni svicha, chalg'imcha deyilgan. Va o'sha impulsni svichani tanasidan hop minimumga tortasizlar. Ya'ni Fibonacci'ni tortasiz mana shu ko'rinishda. Ya'ni men hozir sizlarga beradigan o'sha kitobda yozilgan numerovkalarni o'zlaringizga yozsangizlar, sizlarga ham mana shuni ko'rinishda bo'ladi Fibonacci. Hozircha обычно bo'lishi mumkin sizlarda. Va deylik, mana shuni ko'rinishda biz Fibonacci'ni tortamiz va bu tushunchamiz bo'yicha Fibonacci'da o'sha 8 bor raqamlarda biz o'sha raqamlargacha narx o'sishi mumkin deb taxmin qilamiz va o'sha yerlardan bo'lishi mumkin откат ham deyilgan. Masalan, bu bizada birinchisi bo'lishi mumkin ekan 188 deylik. Birinchi nuqtamiz 188, masalan, impuls bilan buzildi. Endi biz taxmin qila olamiz 288 ga narx boradi deb. Va 288 ga narx borgan, lekin bu yerda bizada определённый bizada mana o'rinlarimizdan narx откатdan olib ketgan. Ya'ni bu o'rinlar o'sha sizlar bilgan deylik 61, 50, 38, 23, 76 masalan. Hop, bo'ldi, mana shu o'rinlarga narx tegib, keyin dalshi davom etish ehtimoli bor ekan. Bu o'tgan mavzuda tushuntirgan Fibonacci'miz bo'yicha. Hop. Eshik yo'qmi shu? Hop, endi bugungi o'sha mavzumiz bo'yicha tushuntiradigan bo'lsak, bugungi mavzumiz bo'yicha sal boshqacharoq yondashuvimiz bo'ladi ko'pchilik. Ya'ni bunda e'tiborli bo'lgan bo'lsangizlar, o'sha borib o'tgan korreksionniy zonani svichani tanasidan minimumga tortamiz ekan. Endi bunda sal boshqacharoq yana tortishimiz bo'ladi. Misol, bunda ul time frame'dan pasaytirib ishlasak bo'ladi. Ya'ni o'tgan darslarda sizlarga aytib o'tdim, kichikroq time frame'da ozgina riskovni bo'ladi degan tushunchani berdim. Yo'q, endi bugun sizlarga shunday tushuncha beraman. Juda kichikroq time frame'dan ham foydalansak bo'ladi va umuman boshqacha ko'rinishda foydalanishimiz kerak ekan. Bunaqa ko'rinishda emas. Tushunarli?
Ya'ni bu qanaqa bo'ladi ekan? Birinchi atkatiga tortamiz. Razvorot bo'lgan nuqtadan birinchi atkatga Fibonacci'ni tortamiz. Tushunarlimi? Обычный sizlar biladigan bu Fibonacci'lar umuman u bilan aloqamiz yo'q. Bunda umuman boshqacha yondashuv. Deylik, minimum shu yerdan bizada o'sish nuqtamizda boshlandi va birinchi atkatimiz qayerdan? Mana shu yerdan atkat bo'lgan. Уже bo'ldi, atkat bo'lgan. Va endi biz nima qilamiz? Shu atkatni maksimumdan minimumga, ya'ni razvorot bo'lgan nuqtaga hop Fibonacci'ni tortib ko'ramiz ekan doktor. Mana shuni ko'rinish bo'yicha. Endi bu ko'rinishda ham xuddi o'tgan darslarimizdagi kabi o'sha qaytish mumkin bo'lgan raqamda, ya'ni mana shu 8 bor raqamlar, bular 288, 388, 488 toki 988 gacha bu davom etadi. Narx o'sishi mumkin bo'lgan raqam, ya'ni agarda bizda shu 288 masalan narxda yorib qo'ysa, bo'ldi, biz уже taxmin qilamiz, narx endi 388 ga o'sadi deb. Tushunarli? Demak, 388 oralig'ida qancha masif qo'yishdan qat'iy nazar u territoriyaga borish ehtimoli bor. Endi qolgan strategiyalarni o'zingiz qo'llab turib, tochka o'qida qilsangiz bo'ladi. Xo'p, agarda bizda shu 288 ga masalan narx kelib yopilib bersa, bir necha svicha yora olmasdan, demak bu degani 288 dan atkat kuzatishimiz mumkin degani. Tushunarlimi? To'g'ri. Buni misol kichik tayinlarda ham polnishni ko'rishtirishimiz ham mumkin ekan. Masalan, imенно mana shunday hozirgi ko'rinish bo'yicha biz просто tortib qo'yamiz ekan birinchi atkatdan va birinchi atkatdan tortadigan bo'lsak, bizga narx o'zi ko'rsatib beradi. Qaysi nuqtalardan примерно razvorot bo'lishi mumkinligini. Xo'p, bu bizada bo'lishi mumkin, bitta o'zi raqam turadi. Bu o'zlaringizdan tushirganlaringizdan 28, bu 28 narxni agarda o'tkazib yuborsa, deylik, o'tkazib yuborgan tarafiga ko'proq yurish ehtimoli bo'ladi. Agar o'tkazib yubormasa, ya'ni 28 dan tepasida ham bir necha raqamlarimiz mavjud, 28 dan pastda ham bir necha raqamlarimiz mavjud. Ya'ni shu territoriyaga borib kelish ehtimoli bor desak ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda bizda 288 yorib qo'ygan, ya'ni sложный ложный bo'lgan va undan keyin narx pastga qaytib o'tgan. Va 28 o'zigina retest va narxda biza yana dalshi retest kuzatishimiz mumkin ekan. Demak, 28 dan pastga baribir skerso narx o'tgandan keyin bir necha bor o'sha narx o'z kuchini ko'rsatib kelgan, ya'ni qayergacha deylik, o'sha sizlardan bo'ladi bu raqamni 088, 076 deyilgan, 61, 8, 50, 38, 23. Mana shularni birontasidan qaysidan qaytish mumkin. Lekin bilmaysiz qaysidan. Siz bilishingiz mumkin, shu nuqtalarga kelib narx yopilib bersa svichalar, o'sha nuqtadan kirib ko'rishingiz mumkin. Masalan, bizda bu yerda 76 ga narx kelib, svicha tepada yopilib bergan, yangisidan harakat qilib ko'rasiz. Stop loss esa mana shu yangi shakllangan minimumda teg bo'ladi. Ja uzoq emas bu, minimumda teg. Va sizda take profit esa 288 bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu ko'rinish. Va 288 dan pastda svichalar yopilsa, demak atkat kuzatishingiz mumkin pastgacha. Yana bir qator. Demak, bu yerda xuddi shu holat atkat bor. Va narx bizda yorib qo'ygan va undan keyin biz taxmin qilamiz endi buni 388 gacha borish ehtimoli bor. Demak, 388 va 423 mana bu oraliqda bir qator orasida masalan qaytish mumkin bo'lgan zonada deylik. Va 288, 261 deylik bizada bitta qaytish mumkin bo'lgan oraliq ekan va undan keyin dalshi уже bittalik. Ya'ni 488 va to oxiri 988 gacha. Endi buni o'tgan darslarda chuqurlashmagandik. Endi shu darslarda sekin-sekin ko'rsatib, tushuntirib o'tib ketsam bo'ladi shu bir qator. Chunki oramizda ko'pchilik уже ishlatib ko'ryapti, foydalanyapti. Mana sizlarga yana qo'shimcha. Dalshi buni ko'rishimiz mumkin faqat o'sha eng yaqin maksimumlarimiz bo'yicha faqat razvorot qilgan nuqtalar bo'lsa va eng yaqin minimumlarimiz bo'yicha ko'rsak ham bo'ladi, faqat razvorot qilgan nuqtalar bo'lsa. Masalan, kichik tayinlardan ham dedik, foydalanib o'tsak bo'lar ekan. Xo'p, demak, barchamizga qiziq o'sha tillar parametrizda ko'rib chiqamiz ekan. Bizda razvorot bo'lgan nuqta deylik mana shu. Va biz endi bu yerda ham Fibonacci'dan birinchi o'sha обычный Fibonacci'miz bo'yicha foydalanib ko'ramiz. Ya'ni Fibonacci'dan o'sha sizlarga o'rgatganimiz bo'yicha hop birinchi zonani, ya'ni range zonani buzib o'tgan impulsni svichaga tortamiz. Ya'ni bunga tortib bo'lmaydi, chunki impuls emas, undan keyin svichada impuls bor, shuning uchun bunga tortamiz. Va shu ko'rinishda tortib ko'rdik. Demak, bu yerda bizda Fibonacci'ni ko'ramiz, qanaqa darajada uzoqlab bergan masalan. Demak, обычный Fibonacci'miz bo'yicha hop 28, mana 28 deydigan yuqorida ham shu xalla beradi agar tepasida yo pastda dedik. Demak, 28 ga birinchi kirib kelgan, ya'ni narx shuncha o'sgan bo'lsa ham 28 dan atkat bo'lganda birinchi. 28 yengil atkat bo'ldi. Endi polni shu Fibonacci setkasi ichida yuribdi ekan narx deyilgan.
Okey, bizga qizig'i 288 va 261. 288 va 261 territoriyadan ham bizada bir marta откатimiz mavjud. Ya'ni 261 narx bir marta olyapti-yu, sразу bittada 100 punkt ortiq откат mavjud. Va ikkinchi martada ham bitta olyapti-yu, 100 punkt ortiq откат mavjud. Va oxirgi marta ham bir necha bor откатimiz mavjud. Va narxda yorib qo'ygandan keyin уже ketdik. Biz bilamiz, уже narx qayerga chiqadi? 388 gacha. Narx 388 gacha chiqib, demak, primoy shu zonaga kirib, mana bu yaqin kelajak. Shu zonaga kirib, demak, shu zonadan keyin mana откат kuzatishimiz mumkin ekan. Tushunarli? Вот, bizadagi Fibonacci musayimiz. Jarqinlashtirib borish kerakmi? Bo'ldi. Shuni oddiy eng yaqin bozor bo'yicha ko'rib chiqamiz, bo'ldi. Va endi buni обычный o'sha hozirgi tushuntirganim bo'yicha ko'rib chiqamiz. Masalan, deylik bizada minimumimiz mana shu va hop, minimumimiz bor va maksimumimiz mavjud va eng yaqin откатimiz ham shu yerdan bo'lgan ekan. Demak, eng yaqin откатimizdan, maksimumdan va eng yaqin o'sha minimumga mana shuni ko'rinishda tortib ko'ramiz ekan. Hop, demak, mana bunaqasiga agarda Fibonacci'ni tortib ko'radigan bo'lsak o'rtada. Hop, demak, bizada narx 161 va 176 territoriyasidan chiroyli откатlarni kuzatishimiz mumkin ekan. Demak, narx mana 176.4 va 261, то есть 161.8 imенно mana shu territoriyadan past topilib beryapti va narxda yana bitta perixay kuzatyapmiz, yana shundan past topilib beryapti va yana bitta perixay va bu bizada retest. Demak, shu territoriyadan dalish bizada razvor kuzatishimiz mumkin. Demak, agarda bizda Fibonacci'dan teskarisiga, ya'ni birinchi teskarisiga emas, ya'ni o'sha просто откатiga tortib ko'rganimizda, hozir biz yuqorida ko'rdik, salgina pastiga biz tortib ko'rdik ekan. Hop, endi hozircha narx bizada 2.8 ga ham olmagan ekan. Agar hozir yangi bozorimiz ochiladigan bo'lsa, demak, bu yo'nalishimiz bo'yicha ko'ramiz. Agar yangi bozorimiz ham 2.88 dan pastda yopiladigan bo'lsa, demak, bir necha bor откат kuzatishimiz mumkin tilamizda pastga nisbatan. Agarda yangi bozorimiz ochiladigan bo'lsa va bizada 2.8 dan tepaga narx o'tadigan bo'lsa, demak, hafta davomida bir necha bor narxda o'sish kuzatishimiz mumkin. Mayli. Va bu o'sishimiz uzoqroq muddatga davom etishi mumkin ekan. Demak, примерно mana shu ko'rinishda ekan. Hop, demak, eng oxiri o'rtachasi qayergacha ko'rishingiz mumkin? O'rtacha mana shu 4.8 gacha ko'rishingiz mumkin. Уже buni buzib o'tsa, keyingi darajalar уже bular keyin ishlab ketadi bular. Atak shu 4.8 gacha kuzatsangiz ham bo'ladi. Buni shu o'tgan darslarda ham aytib o'tdim. Mana endi sekin-sekin ruxsat, что keyingi raqamlardan ham ishlatib boshlasangizlar bo'ladi. Bu chunki chuqur o'rganadigan mavzu, bu bitta mavzu bilan yo o'tgan dars bilan tugab qolgan narsa emas-da, kattalar. Hop, demak, darsimiz mavzularini borib qo'yaylik. Hop, endi dars bizada yana ko'radigan bo'lsak, kichik tanqidlardan ko'rib chiqsak bo'ladi degan. Endi kichik tanqidlar qanaqa o'zini oqlab bergan, shuni ko'rib chiqamiz. Masalan, hop, birinchi откатimiz maksimum va minimumimiz mavjud va birinchi откатimizga tortib ko'ramiz mana shuni ko'rinish. Просто откатga tortib ko'ramiz. Hop, demak, birinchi o'sha откатga tortib ko'rdik. Birinchi откатimiz bo'yicha narx yana 261 territoriyadan bitta tepada svicha tashlab beryapti va keyingi svichalarimiz davom etyapti. Hop, bir marta bizada откатimiz ham mavjud ekan, shu yerdan примерно 80 punktga. Hop, prям joyidan deylik. Hop, undan keyingi holatimiz narx qancha перелом qilmasin, ya'ni перелом bu просто bizada сложный ложный пробой degan bo'ladi. Сложный ложный пробой va undan keyin, скорее всего, baribir narx 2.88 va 2.61 zonasiga kirib, bitta switch ichida olib berdik va undan keyingisini harakat qilib ko'rishingiz bo'ladi va stop lossingiz undan oldingi bitta switchani minimumi. Masalan, shu minimumgacha o'tish mumkin bizada hozirgi bozordagi stop loss. Ideal stop loss hozirgi bozorda 30 punkt masalan. Va undan keyingi holat, уже siz bilasiz, что narx 2.8 territoriyasigacha chiqishi mumkin. То есть buni yorolmaganligi uchun siz bilasiz, narx примерно 2.8 gacha chiqishi mumkin. Demak, 2.8 ni tepa 1 qilib ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Misol, shungacha 100 punkt ekan. Bo'ldi, undan keyin bir qator yana bosib boshqatdan ko'rib chiqaverasiz. Deylik, bu birinchi sразу bozordagi yondashuvimiz deylik. Hop, demak, endi xuddi shu ko'rinishda misol 15 ta ham ko'rib chiqamiz. Demak, 15 ta qanday ko'rinishda o'zini boqlab bergan. Masalan, birinchi откатimiz shunda bo'lsa, endi global desak, hop, bu yerda ham cho'tki o'zini oqlab berdi. Mana 2.8 dan 15 ta. Hop, eng yaqin o'sha razvorot bo'lgan minimum va откатimiz deylik birinchi va 2.8, demak, bizada imенно shu 2.8 ga narx kirib,
Shu yerdan откатimiz mana shunaqa. Demak, 2.8 uchini ham bu ko'rsatib beryapti va kattaroq time frameda ko'rgan Fibonaccilarimiz esa buni polni zona qilib ko'rsatib berdi. Mana ko'k zonani ataylab tashlab ketdimda, что ko'rsatishni oldim mana. Imенно shu ko'k zonani ichiga narx kirdi va shuni qayerdan kirishimizni yana chuqurroq agar filtr qilsak, shuni ko'rsatib berdi bizga Fibonacci deydigan. Xo'p, mana shu ko'rinish degan ko'rsatiladi. Xo'p, endi misol bizada narx 15 bo'lsa, 15. Hop, demak shu yerdan bizada razворот hozircha bor ekan. Misol 15 dan mana shuni ko'rinishni hozircha ko'rsak bo'ladi. Buni mana bunday qilib ko'rsak bo'ladi kattalar. Bu hozircha o'zingiz uchun. Lekin qachon bizada ideal ishlashi mumkin bu narsa ustoz desangiz, qachonki bizada mana shuni minimumda agarda bizada perlow qilsa narx, ya'ni minimumda agarda low qilsa, уже bizada baribir ham biz kerak birinchi откатimiz bo'lgan birinchi откатimiz qayerda? Mana shu yerda bo'lgan, shu minimumda. Mana shu minimumda olamiz. Shu minimum qachonki low bo'lsa, Fibonacci'mizni уже tortishga haqqimiz bor minimumga. Пока что ja aktiv emas. Buni просто o'zingiz uchun tortib tursangiz bo'ladi, lekin ja aktiv emas bu. Bu qachon aktiv bo'ladi? Qachonki minimum yorilsagina o'shanda aktiv bo'ladi. Masalan, mana bu ko'rinish uchun bizada minimum yorildi. Bo'ldi, уже Fibonacci aktiv. Demak, bu degani уже narx qaytishi mumkin. 2.8 gacha tushib, 2.8 dan bir qator bay ko'rsangiz bo'ladi misol. Nimaga? Chunki 2.8 dan razворот bo'lyapti, 2.8 gacha borishi mumkin. Tushunarlimi? Xo'p, demak, qo'rqinchli holatda 2.8 o'tkazib olsa, demak 2.8 pastdagi raqamlarga borib kelishi mumkin. Demak, bular 261 va 288 va pastdan 388 va 423 ekan. Tushunarlimi? Demak, mana shu bo'yicha harakat qilamiz ekan. Faqat bu Fibonacci hozircha aktiv emas kattalar. Bu ketayotgan bozorimiz uchun qachon aktiv bo'ladi? Bozor ochilsin, bir qator ko'ramiz. Shu minimum low bo'lsa agar bozor ochilishiga ishlab ketadi bu narsa o'zi bizada bo'ldi. Ya'ni Fibonacci aktiv deb qabul qilamiz va shu bo'yicha biz taxmin qilamiz ekan, tiramiz. Hop, birinchi perlowdan keyin 2.8 demak bizada 3000 necha deylik? 3954 largacha tushishi mumkin ekan kattalar. Tushunarlimi? Shu joygacha tushundingizlar degan umiddaman Fibonacci'ni. Juda ham maksimal oddiylashtirib tushuntirishga harakat qildim. Bundan ziyod tushuntirib bo'lmaydi ham bo'ptilar. Agar tushunmagan bo'lsangiz, yana savollar bersangiz, yana bir qator ko'rsatib tushuntirib o'taman. Shu joygacha tushungan bo'lsangiz, endi filtr ishlatamiz, yana qo'shimcha narsalar ishlatamiz. Hop, deylik. Bo'ldi, Fibonacci'ni o'chiramiz endi hozircha. Hop. Endi qaraydigan bo'lsak, hop, bizada shu maksimumlardan qaytish mumkinmi yo misol zonalar bo'yicha ko'ramiz. Zonalarga qiziqasizlar barchalaringiz. Misol uchun shaxsan o'zim любой joyda zona ko'rsam qiziqaman. Men uchun любой bitta zona bilan ishlaydigan shaxs qiziq deydigan trend. Xo'p, endi masalan shu maksimumlarni oldim, bir necha maksimumlarni tutashtirdim, qarasam ideal zona menda shakllandi. Bo'ldi. Demak, buni men zona deb olishga haqliman. Va fotolar qaranglar, endi ham bu yerda zona bor, ham sizlar bilan uzoqdan olib keldim buni. Kichik time framelarga ulab turib, tushirib, Fibonacci ham shu yerdan signal berdi bizga. Ya'ni ko'radigan bo'lsak bizga как положено Fibonacci'miz ham to signal berdi. To narx shu yerdan qaytishligi haqida va biz ham bildik shu yerdan qaytishi mumkinligini. Shunchaki zona tortdik. Bo'ldi. Chuqurlashmadik, boshqa narsalar gapirmadik, boshqa narsa qo'llamadik. Shunchaki analiz. Bo'ldi. Va endi stop qayerda bo'lardi shu holatda? Misol uchun даже biz prям raqamlar bilan ko'rdik. Mayli, endi raqamlar bilan ham emas, даже mana bu yerdan kirdik desak ham, примерно bizada stopimiz 40 punkt desak ham, misol 35 punktlar chiqyapti plyus-minus, ya'ni shu maksimum bo'ladi bizada stop loss va maksimum yuqorisi maksimumgacha o'zi примерно 30 punkt, siz 35 punkt, mayli 40 punkt misol uchun hozirgi bozor uchun stop qo'yasiz, uchidan bo'ldi. Shu kirishingizga o'zi 5% ga просто stop qo'yasiz, tak 5% ga shundoq narxda sразу o'qish kuzatishimiz mumkin 300 punkt. Bu yaqin bozor, ketayotgan bozor. Tushunarlimi? Ya'ni nimaga men Fibonacci'ni uzoqdan olib kelib ikki xil yo'nalishini tushuntirib berdim? Sabab Fibonacci yoki boshqa har qanaqa strategiya bo'lishdan qat'iy nazar, ichki baribir ham narxda o'sha zonalar bilan yuradi. Ya'ni nimaga? Chunki bu gorizontal bizada liniya hisoblanadi. Bozorda faqat ikki xil liniya mavjud ekan. Gorizontal liniyalar va vertikal, masalan, mana buni endi vertikal desak bo'ladi. Vertikal misol liniyalar. Bo'ldi. Faqat shulardan iborat. Har qanaqa analiz shu bilan qilinadi. Demak, bizlar asosiy bozor mexanizmiga qolgan narsalarni tushiramiz. Tushunishlaringiz uchun.
Tushuntira oldimmi? Demak, shu joygacha agarda Fibonachimizni tushungan bo'lsangizlar, men sizlarga kitobini ham tashlab qo'yaman. Bir qator kitobni ham yaxshilab oxirigacha qoldirmasdan xudo xolasa o'qib chiqsangizlar, tushunasizlar yana bir qator to'rttalar va endi stop losslarni joylashtirish bo'yicha va take profitlarni olishimiz bo'yicha va misol kichikroq depozit, masalan $100, $1000, $10,000 depozitlarni olib boradigan risk menejmentni bizga mana hozir Sirojiddin Tojiddinov tushuntirib beradilar ekan. Sirojiddin, shu yerdamsan? Hali Ovozim bormi? bor ovoz. Xo'p, barchaga kattakon rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Demak, fikrimizni bo'lmaymiz. Ikkinchi mavzuga o'tamiz xolos. Ikkinchi mavzumiz bu bizada o'sha formulaviy kitobimiz va ya'ni kitobda qolgan mavzularni mana Sirojiddin bilan ko'rib chiqasizlar. Qanaqa bizada stop losslarni joylashtirishimiz kerak va qanaqa take profitlarni joylashtirishimiz kerak va mana shu strategiyadan foydalanib turib kichik depozit bilan ham ko'tarishni ko'rib chiqamiz xolos. Demak, boshladik. Hop, kattalar hammaga xayrli kun, yana bir bor, to есть xayrli kech desa ham bo'ladi o'zi. Sizlar bilan bo'lsa risk menejmentini ko'rib chiqamiz va bir-ikki modellarga bog'lab ko'rsatib beraman. Tushuntirasizlar, xudo xolisa sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Xo'p, hozirgi bozorda aktual ishlab kelayotgan modellardan bittasi. Hozir sizlarga BigTrader instrument ko'rsatib o'tdi, Fibonacci, ya'ni Fibo Musangoni. Sizlarga men ko'rsatib o'tmoqchimanki, bozordagi hozirgi menda aktual bo'lgan aynan golova plecho stilidagi o'sha modellar. Buni juda ham ko'pchilik biladi va buni aynan o'sha risk menejmentga bilasizlar. Ko'pchiliginglar eng oxirgi o'tgan mavzuyimiz bizani risk menejment edi. Shunga bog'lab ko'rsatib beraman o'g'li va hozir sizlar bilan ekran zapisi to'ydi. So, asli ekranim ko'rindimi? Ko'rindi. Chat. Yaxshi. Ovoz ozgina qotyapti. So, demak, tushunarli. Hop, ekraningizda ko'rib turgan modelinglar o'g'li bu golova plecho hisoblanadi. Nega bundan boshlayapman? Endi strategiyam sizlarga aytib o'tganmiz. Strategiya bu qanaqadir model orqali bo'lishi mumkin yoki qanaqadir tizim orqali bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham ishlaydigan har bir narsa bu strategiya. Всё. Demak, bu o'zi aslida golova plecho stili bu ham razворотный modelga kiradi o'g'li. Va bu razворотный modelda har xil depozitga qarab turib biz risk qilamiz. Bugungi depozitlarimizda, to есть bugungi kun sizlar bilan streamda katta depozit haqida gaplashmaymiz, chunki har doim risk menejment tuzib berardik sizlarga eng minimum 5000 yoki 10000 ga nisbatan. Bugungida xudo xolasa mana biz sizlarga tayyorlab qo'yganmiz. Demak, minimal o'sha $200 depozit bilan o'sha oy oxirigacha, как bu yerda endi sложный protsentlarda ko'rsatilgan. Ya'ni oyning oxirigacha qay tarzda mana $1000, ya'ni $1200 ga depozit chiqarish. Bu kimlar uchundir misol uchun oson tuyulishi mumkin, lekin muhimi bu yerda disiplina bilan hammasi aynan qoida bo'yicha, tablitsa bo'yicha ketma-ketligini olib ketishinglar mumkin bo'ladi o'g'li. Buni men hozir sal turib tushuntirib o'taman o'g'li. Demak, asosiy golova plechoni bozordagi o'rni bu aynan razворотный modellardan bittasi bo'lgani uchun, bu ya'ni ketayotgan bozorda yoki bo'lmasa o'sha flat turib qolgan joyda ishlaydigan narsamiz, bu aynan o'sib ketayotgan narxni aynan tushuvchiga o'zgaradigan nuqtada ishlaydigan tizim bu ham. Va shu sababli biz bu tizimdan juda ham ko'p hozirgi vaqtda foydalanamiz. Bozorni bilasizlar o'g'alar, ya'ni sikl juda ham almashib turadi bu bozoringlarda, ya'ni shu sababli hozir aynan golova plechoni sikl kelgan. Qanaqa qilib deysizlarmi? Men sizlarga buni где-то bir 4 hafta yoki 3 hafta oldingi o'sha Bitcoindagi analizim bilan ko'rsatib berishim mumkin. Bunda savdo qilib ham ko'rsatganman va aynan oranglarda individual o'quvchilar ham turibdi. Buni u o'zligini ko'zini oldida savdo ochib ko'rsatganman. O'g'li bu yerda juda ham katta profit qilganmiz. Chunki bu aynan o'sha bekni oldiga borishdan где-то 2 kun yoki 1 kun oldingi pozitsiya bo'lgan aynan. Kuzatishingiz mumkin. Hozirgi ko'rsatgan o'sha kadyeni. Bu instrument, to есть вообще-то bu model xohlagan instrumentinglarda, ya'ni deylik tilla yoki o'sha valyuta, metal farqi yo'q, любой narsada ishlayveradi. Chunki bozor shunaqa narsaki, ya'ni historiya повторяется. Har bir model o'sha aksiyami, obligatsiyadami har birda. Chunki bizda grafik bilan ishlashimiz evaziga, biz grafik traderimiz, grafikda mana shunaqa ma'lumotlarni evaziga pozitsiyalarni amalga oshiramiz. Endi risk esa bu o'zingizlardan kelib chiqadi har biri. Demak, golova plechodagi asosiy qoida modelli hosil bo'lishi, ya'ni bu sabr bilan bog'liq albatta, chunki ko'pchilik kuniga сделка qilgisi keladi va bugungi o'sha $200 depozit ham
То есть вообще $200 depozitdagi risk management ham bu har kunlik savdo uchun mo'ljallangan o'zi aslida. Men buni qo'shimcha sifatida o'tyapman, tushundinglar? Ya'ni Galava Plechoni. Chunki ko'pchiliklar so'ragan ekansizlar, oprosni o'tkazganimizda, shu sababli tushuntirib o'taman. Qoida asosan Galava Plechoda demak o'sib ketayotgan trendda boya tushuntirib o'tganimdek, bu yerda razворотный model bo'lgani uchun, razворот deganda nimani tushunamiz o'zi asosan. Xo'p, biror bir o'sib borayotgan trendni biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni padeshka va anaqa nima deydi, qo'llab-quvvatlash va qarshilik zonalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Deylik, mana bizdagi o'sha support zonasi deymiz. Support zonasi har doim narxni nega chiqib ketib qoldi? Mana chiqib ketib qoldimi? Hozir 1 minut. Yo'q, ishlayapti, qori. Normalmi? Ha, cho'tib ketyapsan. Grafikda chiqib ketib qoldi. Xo'p, bo'ldi. Demak, o'sib ketayotgan trendni biz ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, ya'ni eng oxirgi lowladagi trendga qarshi harakat. Misol uchun deylik, narx o'sib boryapti, asosiy покупкаlar lowladan bo'ladi. Galava Plechoni hozirgi kundagi o'sha asosiy ishlaydigan nuqtasi ham aynan minimum. Faqat bizda to'liq struktura shakllanishi kerak, ya'ni minimumga kelib narx qaytayotgan vaqtda ikkinchi marotaba kelib yorib o'tish kerak. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni deylik, o'suvchi trend, mana bu birinchi minimum va esa mana bu ikkinchi minimum. Ikkinchi minimumda atkat vaqtda biz bilmaymiz, balki plechoga boradi yoki yo'q. Hozirgi kunda borishga ham darajada hojati ham qolmagan. Eng qizig'i time frame bilan bog'liq narsa, ya'ni time frame H4 time frame'dagi proboylarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan shu lowlarda reaksiya berish kerak. Hozir ham ko'rishinglar mumkinki, mana lowda hech qanaqa tana ko'rinishdagi narxni yorib o'tishini ko'rmasligim, to есть ko'rinib turibdiki, lowni hech qanaqa tana ko'rinishdagi svecha yorib o'tmagan. Bu holatda hech qanaqa pozitsiya amalga oshirilmaydi, o'g'illar. Tushundinglar? Cardano instrumentida aynan mana yaqin keladigan yangi haftada men xudo xolasa mana bunaqa rezultat kutyapman. Kelinglar sizlarga shu narsani chizib ko'rsataman. Aynan xuddi shu trendni, demak, biz teskari variantini, ya'ni mana bu ko'rinishdagi holatini ko'rishimiz mumkin. Aynan bir xil ko'rinishda ketyapti ko'rayotgan bo'lsanglar, qaranglar. Trend tushgan, korreksiya olgan va bir muddatdan keyin yorib o'tib, aynan xuddi shu ko'rinishdagi sellni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buni o'sha aytib o'tganimdek, Bitcoinda bir necha marotaba takrorlandi va shu bilan ko'rsagan bo'laman. Qaranglar. Xo'p, bu yerda bir misolni ko'rsak bo'ladi. Galava Plechoni, ya'ni lowla turib qolgan, narx mana tana ko'rinishda yorib o'tgan yoki mana bu testdan keyingi holatni ko'rishimiz mumkin. Stop loss bu yerda qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsanglar, hozir stop losslarni ham tushuntirib ko'rsatib o'taman. Va esinglarda bo'lsa, katta kanalda mana shu bir hafta oldin bilmayman, plus minus aynan mana bu modelni ham signal tarzida berib o'tuvdim, o'g'li. Chunki bu yerda ham xuddi shu ko'rinish. Bir marta pirlov bo'lgan, struktura aynan sell formatsiyasi bo'lgani uchun mana Galava Plecho shakllanyapti. Minimumda narxlar turib qolyapti. Birinchi urinish o'zida tana yorib o'tish yo'q va korreksiyadan keyin tana bittada yorib o'tyapti. Test va продолжениeni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu sababli o'g'li asosiy trend selldaligi uchun men sizlarga juda ham ko'plab Bitcoinda selllarni beryapman. Va endi shu modelni demak Cardano instrumentida va boshqa instrumentlarda ko'rib chiqamiz. Qisman tushuntirib o'tdim deb o'ylayman. Galava Plecho demak asosan sxematik ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Bozorda deylik, narx o'sib boryapti. Korreksiya, продолжение, korreksiya, biz o'suvchi trend qayergacha davom etishini bilmaymiz, lekin biz biladigan narsa aynan eng oxirgi lowga qanaqa reaksiya bo'lishini biz kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni zona belgilash deganda hammanglarning xabaringlar bor. Tana shpilkani o'rta me'yorda belgilab oladigan bo'lsak, ya'ni tana va shpilka ko'rinishini, bu yerda bizda svechani aynan tana qismi lowdan pastga yopilishi kerak bo'ladi. Hech qachonda demak biz o'sib ketayotgan trendda lowni birinchi urinish o'zida, ya'ni narx yuqoridan kelyaptimi, minimum bittada urib qo'yish degan narsa. Agar urib qo'yib atkat qiladigan bo'lsa, biz demak korreksiya tugagandan keyin, ya'ni продолжениеga kirib olsak bo'ladi. Faqat biz e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa aynan shu minimum tagidagi H4 svechani tana ko'rinishini yopilishi. Tushunarlimi? H4 deganda har bitta svecha 4 soatda shakllanadi va tana deganda mana bu svecha bo'lsa, deylik qizil svecha va mana shu qizil svecha har doim support va resistance ostida harakatlanib turadi. Ya'ni tana ko'rinishi. Demak, tana yopilishi bu deylik, hozirgi bilsanglar, qishki sessiyaga o'tganmiz, ba'zi bir o'sha 2 da, ba'zi bir brokerlar soat 2 da yopiladigan svechalar 3 ga o'tgan yoki bo'lmasa deylik 1 soat oldinga. Xo'p, xuddi shu ko'rinishda tana yopiladi va ana undan keyingi svechada har doim pozitsiya amalga oshiriladi. O'g'li, bu o'sha sizlarga hozirgi kunda ishlab turgan sistema, ya'ni Galava Plecho. Stop loss
Yorib o'tgan svechani asosiy va shpilkasidan yuqoriroqda bo'ladi. Necha punkt bo'lishidan qat'iy nazar. Bu nima degani? Tilida bu holat balki 100 punkt bo'lib ketib qolar, 150 punkt bo'lib ketib qolar. To'g'ri, tilida kirolmaymiz, lekin valyutalarda hozirgi kunda juda ham qo'l kelyapti, o'g'li. Aynan Euro USD, Funt USD, NZ USD har bitta instrumentni ochib qaranglar, xuddi shu ko'rinishda. Stop loss va hozir sizlarga take profitlarni qo'yib ko'rsataman. Take profit o'zi qanaqa belgilanadi odatda? Take profit riskka nisbatan aynan bu rasmda ham ko'rsatib o'tilyapti. Eng kamida 1 ga 2 соотношениеda yoki bo'lmasa 1 ga 3 соотношение, ya'ni nisbatda. Xo'p, take profitlarimiz bizda ya'ni mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni svechi yopilishi bilanoq stop loss aynan shpilkani yuqorisiga ko'chadi va 83 punkt risk bo'ladigan bo'lsa, men plus minus oldim va mana bu ko'rinishda biz take profitga ega bo'lishimiz kerak. Eng kamida, tushunardim. Hozirgi kunda golova плечо xuddi shu ko'rinishda ishlayapti. Endi schematik ko'rinishi shu. Давайте buni sizlarga keyinchalik tashlab qo'yaman. Bu valyutalarni ham yangi haftaga tashlab qo'yaman hali. Endi biz to'xtalib o'tamiz $200 depozitga. Streamni boshida sizlarga Bektrader aytib o'tdiki, biz buni sinab ko'rdik haqiqatda o'quvchilarimizda. Bu o'quvchini taniysizlar, men sizlarga hozir bir pas turib ko'rsatib o'taman. Bu yerda tushuntirib o'tilyapti. Agar biz $200 depozitni ochadigan bo'lsak, har bitta savdoyimizda endi sложный protsent bo'lgani uchun bu yerda 3-4% risk qilamiz. Ya'ni bu yerda hech qanaqa 5000 yoki 10000 dollarlik pul bo'lmagani uchun biz foyda ko'rishimiz uchun ozgincha ortiqcha risk qilishga majbur bo'lib qolamiz. Shuning uchun o'g'li sizlarga mos tarzda bu yerda risk menejment tuzib o'tganimizda qaranglar. Xo'p, stop loss agar 3-4% ga to'g'ri keladigan bo'lsa, demak $6 dan $8 har bitta savdolarga risk bo'lib o'tadi. Bu yerda ya'ni forex ish kuni, ya'ni 5 ish kuni bo'ladi bu yerda. Shuning uchun o'g'li take profitga keladigan bo'lsa, take profit 80 punktdan 150 punktgacha. Tillarni bilasizlar. Har doim o'sha kattalar sizlarga maslahat beradi. Agar tilida yoki Euro USD qanaqadir instrumentda o'sha volatilni bor, mana bu belgilab qo'yganmiz o'zimiz. Qanaqadir volatilni instrumentda savdo qiladigan bo'lsanglar, bir kunda 2 martagacha ruxsat bor. Nega? Chunki London vaqtida yoki Amerika vaqtida. Ja bo'lmasa, misol 3-marta ikkita stop yeganingizdan keyin 3-marta ham urinishingiz bor. Nega? Chunki ba'zi bir savdolarda sizlar 1 ga 3 sootnashini ham olishinglar mumkin, tushunarlimi? Shu uchun o'g'li, qaranglar, birinchi haftani agar shu tartibda ketadigan bo'lsangiz, to'g'ri bu yerda stop bo'ladi-ku deyishinglar mumkin. Ha, stop bo'ladi. Shuni hisobini olgan holatda o'g'li 1 ga 2 eng kamida 1 ga 2 nisbatda qo'yganmiz. Ya'ni agar deylik kunni boshida bitta stop oladigan bo'lsangiz, keyingi savdoyingizda siz yana itok pribilga chiqib olishingiz mumkin bo'ladi o'g'li. Yoki ikkita stopni bir kunni o'zida oladigan bo'lsangiz, bozorda umuman vaziyat yo'qmi bo'ldi. Siz demak o'sha kuni bozordan chiqib turasiz va ertasi kuniga riskingizni yana o'sha plan bo'yicha olib ketishga harakat qilasiz. Demak, agar birinchi haftada siz kutib savdo qiladigan bo'lsangiz, ya'ni ikkita sessiyadan yoki balki aziyatskiy sessiyada ham imkoniyat ko'rishingiz mumkin. Sistemangizga bog'liq bu narsa. Demak, ikkita sessiyadan asosiy siz savdoga kirib, mana shu 80 yoki 150 punktli, ya'ni profitni oldingizmi bo'ldi, bozordan chiqasiz va hafta oxiriga kelib siz aynan 300 yoki 350 dollarga yaqin profitga chiqishingiz mumkin. Bu birinchi haftani o'ziga. Demak, bir oyda biz bilamizki, 4-4,5 haftaga yaqin vaqt bor. Shu sababli birinchi haftada biz o'rta hisobda aynan mana shu profitni belgiladik. Va ikkinchi haftaga kelib turib, o'g'li sizlarda riskinglar ozgina ko'proq bo'ladi va shunga yarasha hafta oxirida ham pribilda chiqadi. Ko'rishinglar mumkin. 4-5% risk bo'ladi va har bitta savdoinglar 0.04 ga teng 12-16 dollar. Ya'ni agar stop yeydigan holatinglar bo'ladigan bo'lsa. Misol bitta stop yedingizmi, siz agar mana bu profitni oladigan bo'lsangiz, eng kamida sizga o'sha 1 ga 2 soatnashdan oshiqroq, tushunarli? Ikkinchi savdoyingizda deylik. Sizda bir kunda 2 marta savdo qilish imkoniyatingiz bor va siz ikkalasida ham yoki agar deylik mana bunaqa kunni boshida agar bitta take profit yedingmi, savdo absolyutno to'xtatiladi. Chunki siz har kun savdo qilishdan maqsadingiz, siz mana bu rejim bo'yicha ketyapsiz. Kunni boshida birinchi take profitingiz bo'ldi. Ikkinchi savdoga hech qanaqa o'rin yo'q. Qachonki birinchi o'sha kunni boshidagi savdoyingizda stop yeydigan bo'lsangiz, demak ikkinchi Amerika vaqtiga kelganda, deylik, soat o'sha 6 dan 10 gacha yaxshi ob'yom aylanib turadi, bozorda. Biz juda ham ko'plab o'sha ko'rsatib o'tganmiz, saytlarni sizlarga ob'yom aylanadigan saytlarni o'sha vaqt oralig'ida ikkinchi savdolarni amalga oshirsanglar, kuninglarni profitga yopish ehtimolinglar va hafta oxiriga kelib, bu haftani ham 600 va 610 dollarlar atrofida. Biz demak,
qanchadir qism profitni o'zimizga olgan holati $490 bilan 3-hafta savdosini amalga oshiryapmiz o'g'li. Va bu hafta esa biz lotni 2 karraga emas, shunchaki 001 yana qo'shib qo'yib turib 005 umumiy ob'yom va ko'rishinglar mumkin bu yerda $490 ya'ni $500 nisbatan unaqa katta bo'lmagan risk $15-20 yaqin. Bular hammasi o'g'li hisob-kitob qilinib chiqqan lotlar, o'zingizlar yana bir ko'rib chiqasizlar. Demak, o'sha streamning oxirida sizlarga bularni jadvali tashab beriladi. Bu $200 depozitdan boshlash uchun, tushunarli ham. Bu sizlarni o'ylayman, faqat yangi kirgan treyderlarning birinchi etapi. Endi hammada ham imkoniyat yo'q, to'g'ri. Kimdir o'sha ortiqcha, ya'ni depozit qilishga imkoniyat yo'q. Shu sababli o'g'li agar disiplina, tartib bilan ketadigan bo'lsanglar, обязательно o'qishaytsizlar ham. Nimaga? Chunki biz o'quvchilarda sekin-sekin o'qishayotgani uchun sizlarga aynan bu narsani tavsiya beryapmiz o'g'li. Xo'p. Demak, biz plus-minus 4-haftaga kelganda, to есть 3-hafta haqida endi gaplashyapmiz. 3-haftada sizlar уже 4-5% emas, yana o'sha 3-4% riskka, ya'ni tushasizlar va 0.05 ob'yom har bitta pozitsiyalar uchun va profitinglar $40 dan $75 gacha va hafta oxirida sizlar plus-minus $1000 ga yaqin, ya'ni 800 va $850 profitda chiqish ehtimolinglar bor. Tushunib turibman, oranglarda ya'ni 5 kundan ham 5 kun ham foyda bo'lmaydi-yu deyishinglar mumkin, lekin biza sложный protsent va har kuni minimum 2 ta savdoni bu yerda hisobga olganmiz. Tushunardim. O'zi bitta savdo qilasizlar. Ya'ni agar minus qilib qo'ysalar, demak u ikkinchi savdo как дополнительный. Tushunardim. Xo'p. 4-hafta kelib, o'g'li, bizda 4-haftada lotimiz ham mana shu ko'rinishda o'zgaradi, ya'ni katta bo'lmagan uncha ham va profitimiz hafta oxiriga kelib qisqacharoq qilamiz. 1000, to есть 1000-1200 atrofida. Endi o'zi qani qilganmisiz bu narsalarni deb savol berishlar mumkin-da. Shu aytib o'tganimdek, yaqinda, demak, hammaga salom qilib, yaqinda shogird bilan shogird keling. Xo'p, shogird hamma taniydi. Alaykum hammaga. Storiesga ham qo'yib o'tganman. Sizlarga ko'rsatib o'tishim kerak bo'lgan narsa, siz necha puldan boshladingiz depozit? 1,5 mingdan boshladi. 1,5 ming plus minus. Da. $1000 risk management bilan boshlaganlar va bu kishida natija ko'rsanglar o'zingizlar plus-minusga ko'rsatasiz, ya'ni hafta mobayn, to есть hafta oxirida yechganingiz va qancha hamma depozitni qo'ysangiz, bular ko'rinadimi bular? Da, xullas. Rolik natija. Bu ko'rindi. Qani men ushlab turingman, sharhlab qo'ying bundoq. Hammasi normalni o'g'li, bular o'sha o'zlarini o'sha как XNS-dan вроде да. XNS brokerlardan registratsiya, o'zlarining brokerlar, короче, o'zlari yo'q tushlarlar, xullas. No, plus-minus bolalarga как tushunchangiz aytib o'tishingiz mumkin, ya'ni bu narsani tushunishlaringiz kerak. Masalan, birinchi o'rinda bilim va yana bilim. Masalan, shuncha masalan bek treyderlar, masalan ustozlar, qancha bular stream qilishadi, boshqa qilishadi, bular maksimal sizlarda informatsiya berib borishni harakatidirda. Lekin streamning orqasida ham yana birlikda o'rganadigan ko'p narsalar bor-da. Masalan, mehnat qilishga joy bor aslida. Mehnat qilishga joy bor. Masalan, sistema beriladi. O'sha sistemani yo'lga qo'yib olsalaringiz, bunga o'zi vaqt ketadi-da. Chunki boshida qanday qilib men sistemani oldim. Sistema olgandan keyin biz risk management tuzib chiqdik. Men aytdim, $1000 shuni taxlab beringlar dedim, чтобы bir oyning ichida, чтобы razgon emas, bu чистый stabilniy kunlik ishlab borish. Stop, take profit как положено bor o'g'li, ya'ni shunchaki tupa savdoni ochib yoki take profit bor deb shuni kutib o'tirish yoki bo'lmasa qanaqadir shunchaki fol ochib emas-da, buni aytilganida. Kuniga shu tartib bo'yicha 3 marta savdo qilinadi, как положено, uni London kirish vaqtlari va Aziya vaqti, Nyu-York vaqtida. Siz удачно yakunladingiz savdolarni hammasini. Pachka yechildi, настроение zo'r. Qanchadan boshladingiz pachka yechish uchun va qancha vaqt trade qildingiz? Bir oycha vaqt ketdi. Umuman o'sha 4 hafta, 4,5 hafta vaqt ketdi-da, plus minus. Lekin unaqa chiqmadim, sistemadan chiqmasdan bir xil masalan jadvalga qanday yozilgan bo'lsa, stoplar masalan 3-4 punkt 3-4% o'rtacha bo'lsa, take profit shu 80 dan 150 gacha bo'ladi. Bu средний 100 punktgacha. Bir 10 ta общий сделкада bo'lsak, shu 10 ta сделкаdan win rate qanaqa chiqadi deylik, 7 tasi to'g'ri chiqadi yo 3 tasi to'g'ri chiqadi va nechiga win rate ko'rganimda ishladingizmi o'rtacha ham deylik. Win rate masalan keling 10 ta olsam, shu 6 ta to'g'ri, 6 ta 7 tagacha to'g'ri chiqdi-da. 3 ta 4 ta stop bo'lishi mumkin. Endi уже nima deydi? No, optizda agar inobatga olsayda, to'g'ri, bu yaxshi. Ishqilib yaxshi. Maslahat beraman.
bilimni olish kerak, shoshilmasdan. Sразу 1 million ishlayman, $1000 ishlayman degan gap so'z yo'qda. Akkuratni kelib, nasib bo'lsa. Mana deylik bizada necha pul dedingiz debasiz, yana esimdan chiqib qoldi. $1000 dan boshlaganda grubada. Общий deylik bizada $1000 boshlab, xullas 12 ming, 10 ming dollargacha soqa qilib, eshitdingizda shunchani to'g'ri pochka qilib boraveradi. Qolgan mana shunday disiplina bo'yicha. Demak, kattalar qaraydigan bo'lsak, mana biz bu narsani birinchi ishlatib ko'rdik, o'xshadi. Mana $1000 dan qilib ko'rdik. Xo'p, deylik 200 dan bo'lsa ham o'xshadi kattalar. Demak, bu narsani endi liboy summadan qilsa bo'ladi. 200 dan ham qilib ko'rsa bo'ladi, 500 dan, 100 dan, deylik $10,000 dan boshqacha narsalar chiqadi, 5 mingdan boshqacha narsalar chiqadi, kattalar tushunyapsizlar? Ya'ni demoqchimizki, qisqa qilib aytganda, shu Matizni boshqargan shaxs ertaga shu boshqa qimmatbaho mashinalarni ham boshqarib biladi. Shu glavnisi chiroyli minib bilishda deylik, demoqchi bo'lganim mana shu edi kattalar. Endi shogird sizga ham kattakon rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Endi siz screenshot qiling-da bizga shu yuborsangiz bir qator rasmchalarni screenshotlarni natijalaringizni kanalga sirasi tashlab qo'yamiz hozir o'zida. Keyin deylik yana bir ikkita savollarimiz bor sizga nisbatan. To'xtaqol, sразу o'chir. gapiravering. Intervyu olyapmiz-da endi akalar. Конечно. Endi shoshma. Akaga bir ikki kishi misol savol berishi mumkin. Inson bilan men svoyskiy qilib o'zimiz shogirdi bo'ylab savol berishimiz mumkin. Kamerachani o'chirmagan holatda hop mana Elbek, Humoyun, Hasanov degan akalar, Sarvar degan bolalar mana qo'l ko'tarib turishibdi. Aqlli bola bo'lib, men bilan ochasan. Endi sekin 3-seansga o'tsak ham bo'ladi. Ya'ni savol-javob va depozit tarqatish. Kakras shu yerda mana uchalamiz ham bor, deylik mana men bor, Siroj bor deylik. Shogirdimiz bor, ya'ni qilgan mehnatimiz mevasi mavjud. Mana shularga kimga savolingiz bo'lsa, как положено berishingiz mumkin kattalar. Tushunarli? Faqat uzoq qilmaymiz. Primerna bir 10 kishidan savolini eshitamiz. Yaxshi savollar bo'lsa, shu bir 10 kishiga sразу depozit tarqatamiz. Keyingi streamlarda, ya'ni hafta davomida aktiv bo'lsangizda, qolgan depozitlarni o'sha hafta davomidan tarqata boshlaymiz. Bundan keyin faqat xudo xolasa mana shunaqa yangiliklar bo'laveradi bu yerga. Xo'p, demak, mana Elbek akani ko'rishdik. Boshladim. Assalomu alaykum. Savol beradi. Bering Sarvar aka. Men o'zim ham to'g'risi shug'ullanishni boshlaganimga 1 oy bo'ldi. Shunga shu akamizdan so'ramoqchi edim-da. Akamiz shug'ullanishni boshlaganlariga qancha bo'ldi? Qanchadan keyin shu individual shogird uroveniga o'tsa bo'ladi degan ma'noda shu bilmoqchiman-da, shu uroven qaysi etapda birinchi men o'zim shug'ullanib o'qishim kerak, kurslarni o'qishim kerak. Men hozir tekin resurslardan foydalanib o'qiyapman. Sizlarning mana streamlarni ko'ryapman, eshityapman. O'zimni predelimni bilmoqchiman-da, shu birinchi o'zim qaysi etapgacha chiqib olib, keyin qachondan boshlab shu individual kurslarimni olib kuchaytirish ma'nosida bilmoqchiman. Yaxshi savol berdi. Assalomu alaykum. Ismim Jasur Qarang, bitta sohada, to'xtang. 1 minut Jasur aka. Nimadir ovoz eho bilan kelyapti. Menimcha hammaga shunaqa eshitilyapti. Mikrofon yonib, mikrofon. Ana Endi chotki boshlang. Aka qarang, ana savolingizga javob beraman. Bu sohada уже 2 yil bo'ladi. To'g'risi 2 yilgacha har xil chala ustozlarni ham ko'rdim. O'zini masalan, nima deydi? Instagramda marketinglarda ko'p uchgan odamlarni ham ko'rdim-da, lekin hech qaysidan konkretni buni bilim olganim ham yo'q, to'g'risi. Masalan, Malayziyaga ham borib keldim, masalan, eslarni o'rgandim, lekin hech qaysi imuna masalan Asilbekda, Sirojdinda masalan hech qaysi o'rgatmaydi. Imuna strukturani qanday aniqlashni boshqa. O'rgatgan narsa maçondan aka kelib boshlasa bo'ladi masalan o'qishga. Aka u narsani qarang, u narsani masalan bir narsadan foydalansin. 2 oy foydalansinmi, qanchadan keyin o'qishga borsam bo'ladi deyaptilar. Aka sharoitingiz bo'lsa, bitta narsani aytaman, sharoitingiz bo'lsa, xuddi ertadan boshlang, chunki bularda har bitta soha tanlashda aka, masalan, Lubovda, masalan, buxgalter bermoqchi bo'lsa ham, masalan 7-8 yillik stajli odamni oldiga boradi, o'sha 8 yillik stajini 1 oyning ichida, 2 oyning ichida o'rganadi-da.
chunki siz 8 yil umringizni ketkazmaysiz любой bitta sohada. Men o'ylayman bu sohada ham masalan Sirojiddin ham, Aslbek ham masalan bularni 7 yil 8 yildan beri opitlari bu stajlari katta. Bularni 8 yillik opitini siz 3 oy 4 oy ichida o'zlashtirishingiz mumkin demoqchiman-da. Proses tez bo'ladi. Unga qaramaydi o'ka masalan besplatniy darsliklar. Chunki men o'zim boshida ko'p xatolar qilganman, ko'p keraksiz ma'lumotlarni olganman. O'shan keyin nima deydi, psixologiya ham buzilgan. Keyin savdolar ham buzilgan, keyin oxiri keyin keldim bularning oldida. Keyin bular hammasini nima deydi, polочкам deydi-ku, joy-joyga qo'yib, taxlab, yaxshi zadaniyalar pishirib, yaxshi zadaniyalar pishirib, keyin shu rezultatlarga kelib qoldik. Ha, ana rosa anaqa qilarganda, borib kelar ekan. Shu, gapiravering. Mana shu aka. Agar sharoit bo'lsa, aka kelib o'qisangiz, masalan, bir xonaga o'tiribmiz. Masalan, hech qanaqa bir xil treyderlarda aytib o'taman-da, bu narsani bir xil treyderlarda chiqib, mana $500 10,000 qildim, $400 800,000 qildim, masalan, unaqa narsa yo'q. Просто kelasiz, realniy temalar bor, realniy temalar o'tiladi. Po faktu ko'zni oldiga savdo qilishadi, ko'rasiz, keyin уже dальше o'zgingiz uverенность paydo bo'laveradi. Mana shu aka. Rahmat Jasur aka. Mayli, bemalol. Rahmat. Hop, Sarvar aka, mana boshlang'ich trader ekanlar, как раз deyilgan. Sarvar aka mana birinchi depozit oldi. Sarvar aka shundoq adminga yozib yuborsangiz, men siz mana o'zim bu yerdan screenshot ham qo'yib oldim, ichga yozatdik. Bitta shundoq adminga yozib yuborsangiz, bo'ldi masalangiz, yechamiz. Yaxshi aytdingiz. Assalomu alaykum akalar. Assalomu alaykum, charchamiz. Tarsamadlaringizmi? Aslbek aka, Sirojiddin aka. Rahmat aka, o'zingizlar qanaqasiz? Zo'r, Xudoga shukr. Sirojiddin aka, hozir individual shogirdingizni hozir profillarini ko'rdim. Xnext ekan, Xnext brokerda ekan. Ochiqni aytaman, 6 oydan buyon shug'ullanaman tradingda. Har bitta ko'zga ko'ringan treyderlardan strategiyalardan foydalanib ko'raman. Hali mana streamda maqtash emas u. Bektrade jamoasini, Bek community'ga qo'shilmasam ham, lekin videolarni, postoyanni, streamlarni uzmasdan kuzatib boraman. Xnext lekin boshqa treyderlar bilan foydalanganimda Xnext ancha noto'g'ri savdo qilish oqibatida slif qo'yardi depozitlarimni ko'pini. Hozir XM'da Bektrader'da videolarini ko'rib, o'sha FIBO musanglardan ko'p foydalanaman. Mana bu eng menga zo'r asqotgan strategiyalaringiz mana bu risk management. Risk bo'lingan, 10 ga bo'lingan menejmentlar vahshiy zo'r asqotgan. XM'dan foydalanaman. Savolim shuki, o'zimda depozitim sal kichiklik qilyapti. $200 gacha ishlayman. Undan ko'pini ko'paytirsam slif qilib qo'yaman, sraz yechib olamanda kamidan $50, $60 dan risk qilaman. Full. Siz nima maslahat berasiz? Prop kompaniyalardan foydalanish yoki qaysidir prop kompaniyani dan foydalanish Sirojiddin aka? Beraman maslahat. Prop kompaniya yaxshi tema. Chunki hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Katta treyderlar ham hozir prop bilan shug'ullanyapti. Faqat ana yaxshiroqlari bor. Ya'ni men bilmayman, o'quvchilar hozir yechib yurganlari Next bilan Pipsda, короче, Founded Next Pips. Yomon tomoni yo'q, chunki treyder disiplinaga konkretni o'rgatadi u yerda. Siz qoidaga rioya qilsangiz, qilmasangiz u yerda sizni o'sha risk reverlaringizni kontrol qilib turadigan, kunlik losslaringizni kontrol qilib turadigan kompaniya, ya'ni misol uchun o'sha Next deyilgan, misol uchun Founded Next kunlik losda agar urib qo'yadigan bo'lsangiz, bo'ldi. U sizni aynan o'zingizni aybdor qilgan ma'noda depozitdan olib qo'yadi. Chunki qoida bo'yicha ham haqiqatda trader degani o'zining disiplinasiga rioya qilish kerak. Disiplina nimadan iborat? Bir-ikki o'sha o'zingiz qoidalaringiz, ketma-ketliklaringizni deylik. Kun mobaynida kompyuterni ochdingiz, xo'p, analiz qildingiz, analizdan keyin tasdiq bilan kirish, prop shot yaxshi narsa, uni hech qanaqa ignore qilib bo'lmaydi. Prop shot shunchaki qanaqadir kompaniya sizga o'sha imkoniyat qilib berishi. Uni qo'llab-quvvatlayman. Hozir mana bu PDF variantidagi risk menejmentiga bo'lib berilgan depozitdagi har kunlik risklar take profit stop losslar menimcha prop kompaniyaga qo'ysam zo'r bo'ladi. O'sha narsa menga yetishmayapti, o'sha mana shu hozir ko'rsatadiganingiz. O'shalarni endi xudo xohlasa ana shu Founded Next ga qo'yib, xudo xohlasa bir boshlasak katta bo'ladi, zo'r bo'ladi. Ko'ring, xudo xohlasa.
Xudo xohlasa endi $200 deyilgan, men o'shani nollarni ko'paytirib, lotlarini qo'shib ketaveraman, xudo xohlasa. Shunaqa. Streamlaringizni uzmasdan kuzatib boramiz. Katta rahmat Sirojiddin aka, Aslibekka. Sizga ham kattakon kuzatayotganingiz uchun manfaatli bo'lsin har doim. Charchamaysiz akalar, rahmat. Akaga ham bitta adminga yozib qo'ying, xudo xohlasa sizga ham bitta deposit qilib berishadi yangi haftadan boshlasa yana. Xudo xohlasa, rahmat aka, rahmat. Aka gap yo'q, charchamang. Xo'p. 2 yildan beri tradingda shug'ullanaman. Faqat ko'pincha strategiyalar haqida o'rganib izlandimda va strategiyalar ishladim. Aha. Hozirda strategiyalarga o'rganish uchun psixologiyam ancha o'zgarib qoldi-da. Masalan, bu ikki xil strategiya bilan bozorga qarayapman. Birinchisi, ikkinchisi to'g'ri kelmayapti. Psixologiya sal o'zgarib qolganda. Shunga nima maslahat berasiz? Endi psixologiya tushunchasi ham o'zi nisbiyroq, o'zi har bir narsa nisbiy. Hop, nima maslahat berishim mumkin? Lotni kichiraytiring yoki bo'lmasa men shogirdlarimga boshqa o'qituvchiga qilaman. Bilasizlarmi? Где-то bir oy vaqt beraman. Bir oy ichida har kun savdo qilish shart emas menga. Har bitta kiradigan savdosini o'sha tizim bo'yicha ko'rsatib berish kerak. Misol, golova плечо bo'yicha kiradimi yoki пробойный liniya bo'yicha kiradimi? Chunki sizning xatoyingizni men ko'rishim uchun bor, kirish-kirigacha tekshirishim kerak. O'zi xato bor-ku. Toshib kirishda bo'ladi o'zi birinchi o'chratda. Agar sistema bo'yicha shuna bir oylik savdoingizni ko'rib chiqadigan bo'lsa, baribir tok pribelda chiqasiz. Chunki bitta shogirdimda shunaqa bo'lgan, yaqinda где-то bir 25 tacha savdo qilgan, 25 tadan 16 mi 17 tasi profitga chiqyapti, qolgani stop yeyapti. Agar win rate hisoblaydigan bo'lsak, tok profitda. Ya'ni o'sha minusdaman degan shogird. Shu uchun отдельно bitta aynan demo shot bu как demodek qabul qilmaylar. Bu учетный shot. Shunchaki sizlarda qanaqadir real shot yo'qligini evaziga bu shunchaki boshqarib shu o'zib o'rganishinglar uchun. Olingda biror bir demo shot deylik. Sistema bo'yicha konkretniy stop yesangiz ham ana stopni surish yoki bo'lmasa hozir mana qaytadi degan narsalar bo'lmasin-da. Hammasi kitobda qanaqa aytilgan, xuddi shunaqa ko'rinishda qilsangiz bor, itok profitga chiqasiz baribir. Hozir bitta strategiya bo'yicha faqat kunlik yozib olib jadval bilan ishlab boryapman. Demo real hisobda. Faqat depozit kamroqligi uchun kichik depozitlar bilan keng hisobda ishlayapman. Yozib real shotda bir narsa qabul qilinglar-da. Real shot bor har doim odamda depressiya hosil qiladi-da. Ya'ni strategiyani deylik, agar demo shotda deylik sistema bo'yicha savdo qilyapsiz, o'sha sistemangizni 60% dan oshiq real shotda уже ketadi. Ana xayolingizda bo'lmaydi, chunki xayolingizda faqat stop yemasin degan tushuncha bo'ladi. Всё. Stop urmasaydi degan tushuncha bo'ladi. Ya'ni shoshib kirish, xuddi shunaqa tushunchalar bo'ladi. Shuning uchun hozir aytganimdek, ana gibki bo'lish kerak, stopni berish kerak bo'ldi. Xuddi shunaqa narsa. Bu yerda ham ko'rsatilgan akalar mana. Stop konkretni bermasanglar, agar tizimdan chiqib ketsanglar ishlamaydi hech qanaqa narsa. Tushunasizmi? $6 mi $6, $8 mi $8 bo'ldi. Har bir narsa o'sha tizim bo'yicha bo'lsagina o'shanda как итог matematika bo'yicha profitga chiqishinglar mumkin. Bo'lmasa yo'q. Shunaqa. Xo'p, rahmat ustoz. Assalomu alaykum. Xo'p, va alaykum salom. Yaxshimi, charchamayapsizmi? Ishlash joyidan. Rahmat. O'zingizlar qanaqasizlar? Rahmat. Savolni shundan iborat dedik. Qarang. Mana zona belgilanadi-ku. Aha. Zona, masalan, men dushanba kuni belgilagan zonalar. O'sha zonani har kuni belgilash kerakmi yoki har haftadami? Shuni bilmoqchi edim. Qarang, zona har kun belgilanmaydi. Siz o'z qanaqa prinsip bo'yicha ishlaysiz? Misol agar deylik H1, H4 ta zona belgiladingiz, zona nima uchun belgilaysiz? U zona kuchliligi uchun. Misol uchun deylik eng oxirgi hayni belgiladingiz va u hay sizda borib reaksiya bermaguncha u aktiv holatda turaveradi. Ya'ni reaksiya degan nima degani? Har bitta zonada ikkita reaksiya bo'ladi. Ya'ni yorib o'tsa yuqoriga, ya'ni agar hay bo'ladigan bo'lsa, yuqoriga yorib o'tsa trend hay yo'nalishda davom etish to'g'risida signal bo'ladi yoki yorib o'ta olmasdan aynan объемный свечalar zonadan, ya'ni o'sha belgilagan maksimum zonangizdan pastga yopiladigan bo'lsa, kombinatsiyasi bor. O'sha kombinatsiya bo'yicha sell pozitsiyaga kirishingiz mumkin bo'ladi. Risk faqat zonani ostida kichkina bo'ladi xolos. Ya'ni siz tushunmagan, siz xohlagan kirgan joyingizda risk hech qachon ham kichkina bo'lmaydi. Ya'ni stopni vaholanki siz katta yoki kichkina qo'ygan taqdiringizda ham zonani tagidagina faqat risk kichkina bo'ladi. Tushunarlimi? Chunki zonaning tagida signal ikkita bo'ladi. Yuqoriga yorib o'tsa buy, pastga yorib o'tsa sell. Xuddi shu ko'rinishda davom etish kerak bo'ladi. Shunaqa. Tushunarli. Yana bir savolim borda, qarang, maksimum minimumlar bor-ku. O'shan eng yaqin maksimum minimum bilan ishlash kerak, iloji boricha, shundaymi? Time frame-ga bog'liq. Bu M5 H1 M30 dan. Eng minimum o'sha hozir aytib o'tganingiz, mana M30 da. Eng minimum. M30 H1. Da.
tushunarli. Asosiysi o'sha eng kamida H1 dan boshlasangiz желательно yaxshiroq. Shunaqa. Valyutniy bozorda H4 da ishlasanglar ham risk kichkina bo'ladi o'g'li. Hozirgi kunda shunaqa. Xo'p, rahmat. Rahmat. Aha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz to'qmadimmi? Meni savolim shogirdingizga edi aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshi oy o'tkazibsiz. Xo'p. Meni savolim savdo bo'yicha emas, ya'ni FOMO. Siz o'sha FOMOni qanday yengdingiz? Ya'ni psixologiyani. Masalan, dushanba kuni savdoga kiryapsiz, ikkita win bo'lyapti, 2 marta take profit olyapti va New York City'ga kelayotgan vaqtda vaziyat bo'lib qolyapti, lekin siz kirmasligingiz kerak, chunki yaxshigina take profit olgansiz 2 marta. O'sha FOMOni qanday yengdingiz, ya'ni psixologiyangizni? Yana kirib qo'ymaslik bozorga. Tamam, savdoni tugatdim, nima deydi? Bozorni ham даже grafikni nima deydi? Ochib qaraganim ham yo'q, chunki kunlik target bor. Kunlik masalan, kuniga 3 martagacha, даже 4 martagacha qilganman kirishga, masalan, London sessiyaga masalan keling, stop yedim. Lekin bilaman, New York sessiyasi masalan o'zini o'sha darslikda bo'lib o'tgan, o'sha kiradigan vaqtimiz aniqda bizani, tutadigan joyimiz aniq. Agar o'sha New York vaqtda haqiqatan yaxshi zo'r setup bersa, o'sha New Yorkda ishlab olaman. Chunki Londonda yedim, o'sha qayta kirmayman-da. Agar Londonda tek oldimmi, savdo tugatiladi, psixologiya joyida, erta davom ettiraman. Ana shuni ishlab kelib shu prinsipda, tamom. Pulni orqasidan qilmadim-da, bir xil masalan, qanday sistema bo'lsa, как robotdek savdo qildilar. Umumiy qilib qaraganda robotdan misol uchun trader tizimi beriladi, bo'ldi, все, o'sha tizimdan chiqishga haqqi yo'q robotni, faqatgina kuchli impulslarda algoritmdan chiqishi mumkin. Lekin o'sha robotdek, chunki bu yerda robotdek ishlamasangiz bo'lmaydi. Bu agar prinsipga amal qilaman deydigan bo'lsangiz, bozorda vaziyat ko'rganingizdagina risk bilan kirasiz, bo'lmasa kirmaysiz hech qanaqa. Misol dushanba kuni novostiga kirish kerak yoki non-farmdagi novostiga kirish kerak degan narsani o'zi yo'q. Chunki novostida hech qachonda, hech qaysi zamonda даже risk kichkina bo'lmagan. Odamlar faqat buy stop qo'ysammikan, sell stop qo'ysammikan degan fikr bilan yashagan, faqat novostilarda. Novostida bilasizlar, kattalarning sistemasi bor, impulsni sistemasi hech qachonda podvayt qilmagan. Va xuddi shu tartibda o'sha shogirdlar ham ishlab borgan. Endi shogird nima qiladi? Shogird ustoz o'rgatgan narsa bilan savdo qiladi, o'zini olib qaraganda. Shunaqa. Xo'p, ikkinchi savolim ham bor. Mumkinmi aka? Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum, yaxshimisiz, rahmat. Qarangiz, savolim shunday edi. Psixologiya misol uchun uyda qanaydir muammolar bo'lyapti yo boshqa ishlar bo'lyapti, shu psixologiyaga qanday ta'siri bor? Psixologiyaga ta'siri bormi? Конечно, ta'sir bo'ladi. Chunki endi mana bunaqa narsada сделка qilayotganda to'g'ri kimgadir oddiy tuyulishi mumkin. Chunki bizga oddiy tuyulishini sababi biz telefondan savdo qilamiz asosan. Ya'ni biz deganda umumiy qilib gapirdim hammani. Biz asosan ko'pchiligimiz telefondan savdo qilamiz, xuddi kanu savdo qilayotganda yengil qabul qilamiz. O'zi aslida savdo seriyozli narsa, chunki traderda tayyorgarlik ko'radi. Har bitta savdosini ochish uchun vaqtini kutadi. Ya'ni vaqt deganda sessiyalarning reaksiyasini. Misol uchun men asosan o'sha Londonni birinchi H4 svechasiga imunni reaksiyamni qarataman har kuni. Agar savdo qilmoqchi bo'lsam, bir instrumentda endi sizlarga podskazka, bundan keyin ishlatishingiz mumkin balki. Sistemada aytiladigan narsa, ya'ni shunaqa ishlataman aynan. Mana oddiy olib qaraydigan bo'lsak, o'g'illar, mana psixologiya buzilmasligi uchun bolalarga agar kunlik savdo bo'lsin desa, bolalarga kunni boshida men har bir rejamni tashlab chiqaman. Bugun aynan deylik ikkita zonamiz bor. Ikkita tayyorgarlik ko'ramiz va bu zonalarda qanaqa reaksiya qilaman. Birinchi zonada time frame ahamiyatga olgan, inobatga olgan holatda, misol uchun tillaydi. Biz katta time frame ishlay olmaymiz tillada. Ishlaganimiz bilan hozirgi volatilniy bozorga nisbatan burada 300 risk bo'ladi. Shuning uchun ehtimol olamiz, ya'ni tasdiqlanib beramiz. Qaysi bir tasdiq ishga tushsa, o'sha vaqtda mana pozitsiyaga kirishni aytamiz. Ya'ni birinchi zonada tasdiq bo'lmadimi, ikkinchi zonada обязательно tasdiqlari bilan keltirib ko'rsatib, tip profitlargacha beramiz. Bu community o'g'illar, bilasizlar, communityimizda har kunlik signallar bo'ladi va har kuni ham instrumentda signal degan narsa bo'lmaydi, lekin mana kattalar har bir ideya analizlarni ishlaganini, ishlamaganini har birini tashlab boramiz. Lekin communityda bizda ham win rate yuqoriroq bo'ladi. Nimaga? Hamma bir xil fikrli bu yerda. Chunki stream yoqishdan oldin men u yerda 1 soat, 1,5 soat mobaynida streamda birinchi
nega aynan bu instrument qulash haqida informatsiya berib o'taman va qanaqa tasdiq orqali kirish haqida informatsiya beraman. Riskni esa ular o'zligini o'sha depozitiga bog'lab savdo qilishadi. Xuddi shunaqa. Ya'ni endi asosan communityda har kun stream qilganimiz uchun bolalarga как u yerda bizni communityimiz shablon bo'lib qolgan bo'ldi. Kunning boshida streamni kutishadi, savdo qilishdan oldin, всё, hech qanaqa depressionniy nagruzka yo'q. Chunki nega? Bu yerda kattalar analiz qilib berishadi, bolalar shunchaki как imzo qo'ygandek сделкаga kirib ketishadi, xuddi shunaqa. Ya'ni Surojin aka, lab eshitaman. men misol uchun kurs mana men Big Community Free bor, unda videolar ko'rib har kun takrorlayman. Freeda, Ha. Men mustaqil trade boshlashim bir oy vaqt yetadi. Men Buxorodagi kursga, seminarga borgan edim. Vaqti 1.5 oy menimcha, shundaymi? Standart tarif. Da. Shu 1.5 oy normal yetadimi yoki? Yo'q, qarang. Siz 1.5 oy mobaynida ne только siz, akalar hammaga taalluqli bu. Hech kim 1.5 oyda trader bo'lib qolmaydi. Sizlarga sistema tizim beriladi va podeshka degan narsa, ya'ni qo'llab-quvvatlash, misol ofisga borishingiz mumkin yoki gruppalarda aktiv bo'lishingiz mumkin. Shunchaki ishlatadigan tiziminglarni yo'lingizga solib olasizlar. 2 oyda, 3 oy mobaynida tushundinglarmi? U yerda faqat teoriya endi realniy o'sha savdo ko'rsatadi bunda. Ya'ni bundan keyingi savdolaringizni o'sha o'zingiz qaror qabul qilasiz, o'sha qaror qabul qilishlaringizni o'sha kanalga, gruppaga tashlab borsangiz, sizni podeshka qilish ma'nosida tushuntirishadi, всё. Communityga ham qo'shib qo'yishadi, asosiy praktika bizda o'quvchilarda communityda bo'ladi. Chunki communityda biz har kun realniy kiradigan savdolarimizni analizini tashlaymiz u yerda. Hozir aytib o'tganimizdek tushuntirib o'tamiz, shunaqa. Rahmat aka, bitta shuni so'raydigan edim. Yaxshimisiz? Hop, savollar ham ko'payib ketib qoldi. Bo'lmasa qaranglar, yana bir где-то 4 ta savolni yoki 3 ta 4 ta savolni qabul qilaman. Bitta savol. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Qanaqa qilmasin? Xo'p, va alaykum assalom, rahmat. Fibonacci bo'yicha savol bor edi. Trader, shu yerdamisiz? Shu keladi hozir 1 minut. Gapiring, savolingizni bering. Fibonacci'ni korreksiyani buzgan shamni tanasidan tortyapti asl ekan. Yo'nalishi o'zgargan joydan. Endi qarang. H1da korreksiyani buzgan switchani tanasidan minimum soyagachami yo tasdiqlangan tanagachami? Minimum tanagacha. Soyagacha, minimumga bo'lsa agar minimumi soyasigacha, narigini tanasidan bo'ladi, ya'ni peri-high qilgan switchani tanasidan lowni soyasigacha bo'ladi. Endi yana bir ignor holatlari bor. Soya degan narsa switch o'sha tanani, to есть tanaga nisbatan shpilka juda ham uzun bo'lish kerak emas. Mana pinbarlarni bilasizlar, inakda deylik, tanaga nisbatan juda ham haddan tashqari shpilka uzun bo'lib ketib qoladi. Bunaqa holatda ba'zi bir holatlarda ignor bo'lib ketib qoladi yoki tanasiga qo'yish holatlari bilan. U ham optdan kelib chiqadi akalar. Uni endi ishlataversanglar tushunasizlar. Asosan demak shpilkaga qo'yilar ekan. Assalomu alaykum, Surojin aka. Assalomu alaykum. Hormaylar. Savolim bor edi. Maylim gapirsam? Aka, H1da hozir M30da ham tana bilan qo'ygan bo'lsa-chi? M30dan tortsagan bo'ladimi? Ya'ni setkani menimcha желательно o'sha H1dan tortib boshlaveringlar, chunki bir ishlatib ko'ringlar, keyin qolganini yana tushuntiramiz. M30 Fibonacci setkasi uchun maxinatsiyalargina ko'payib ketib qoladi-da, H1da tortib ishlatganingiz ma'qulroq. Savolim bor edi aka. Assalomu alaykum, savolim bor edi. Va alaykum assalom. Hozir to'xtanglar. Bitta. Nima haqida? Bookmap. Endi bookmap ham bu foydalansa bo'ladigan ba'zi, to есть anaqa bazasi bor, uni o'zi yimini. Как ular meksikanskiy anaqadan birjadan informatsiya olishadi vроде. Nu ishlatib ko'rmaganman, lekin yaxshi narsa deb eshitganman, tipa. Chunki gapirsam bo'ladimi aka? Gapiring. Juda ham foydalanadi to'g'risi. 2-3 yildan beri siz kuzataman-da aka, Surojin aka. Rahmat. Oxirgi marta communityga kirganimda o'sha 60 depozit qildim. Bir oy stabilni ishladim, o'sha 60 dan 100 ga chiqdim-da. Молодец, O'sha o'zim xato bilan boshqa signallarga Telegramga qo'shilib qo'ydim. Ularga aralashib ketdi-da. O'shani hisob anonsi bilan slip qo'ydim-da.
hozir yana communityga qo'shildim 1 yillikka 60 depozitim bor. Agar shans bersangiz yana o'sha risk management o'rgatdingiz hozir. Aha. O'sha bo'yicha bitta test qilib ko'rmoqchi edimda. Agar shans bersangiz. Gruppaga kanalga tashlab qo'yamiz. Shanslardan aylansin. Sizlar tekshirib bemalol ko'ringlar, xudo xolasa. Natija qilsanglar biza shunchaki xursand bo'lamiz. Qanaqadir ortiqcha pulinglarga как interesimiz bo'lmaydi. Xudo xolasa nega? Chunki sizlar community natija qilsa, biz bundan mamnun bo'lamiz. To'g'risini olib qarasangiz. Bemalol community 60-70 bor edi depozit aka. Aha. O'sha bilan qanaqa bo'ladi shunda risk management? Bitta gapiringlar, savol tuga bosin. Shu communityda bosing bo'lmasa, communityda yangi haftada yana ko'rishamiz o'g'illar. Communitydagilar, men o'ylayman communitydagilar hech qanaqa pretenziyasi yo'q. Nega? Chunki razborlarni ko'rib beramiz bolalarni. Mana 1 minut tugab qolish yaxshi narsa emas ekanda. Shunga shu biz community ochilganda bolalarga hop bir narsani aytib o'tganmiz. 6 oyda eng yaxshi treyderlar qoladi biz bilan. Ya'ni 6 oy ichida. Plus-minus 6 oy bo'ldi. Yaxshi treyderlar juda ham ko'p bizda communityimizda. O'sha 6 oydan beri biz bilan birga communityda bir bo'lib kelayotgan katta treyderlar bor. Shu uchun o'g'illar ular tixara o'zini soqolligini qilib yurishibdi, atak hammasi yaxshi xudo xolisa. Xo'p, rahmat. Shu oxirgi savolni men bersam bo'ladimi? Hozir Sherozda savol beryotgandilar. Birinchi savol. Assalomu alaykum. Qarang, menga shu trading psixologiyasi bo'yicha maslahatingiz kerak edi. Почти 2-3 yildan beri shu sohadamanda. Bir ikkita joylarda ham o'qib chiqdim. O'sha o'qib chiqqan joyimga qaraganda, sizlarda mana 1 yildan beri почти kanalinglarda bormi? O'sha zona belgilab olish bo'yicha shu menga eng foydalisi bo'ldida. Keyin qarang, bu yerda men 3 ta xatoyim bor. O'zimni сделкаларым bo'yicha hammasini xatolarimni eng kattasini belgilab olganman-da. Shu imini 3 ta xatoyim bo'yicha sizni maslahatingiz kerak edi. Xo'p, harakat Xo'p, qilaman. birinchi xatoyim analiz qilaman, lekin o'sha analizimga ishonmayman. O'sha 1-2 soat o'tgandan keyin o'sha analizim birga bir yuravergan bo'ladi. Keyin ikkinchi xatoyim stop loss qo'ymayman. Hozir qaytadi deb o'ylab, shotimni slif qilib 3-chi xatoyim bo'lsa, o'sha сделка ochgan joyimdan o'sha analizim bo'yicha bir xil nima kirganimda сделка ochgan joyimdan yurib beradi-da. Keyin yopib yuborasiz. Normalni yurib beradi, profitga kiraman-da, lekin bitta yana no tarafim o'sha foydani joyida olmayman. Nimani kutib o'tiraman, o'sha mana shu xatolib, shu psixologiya bo'yicha mana shu tarafdan ozgina maslahatingiz kerak edi. Xo'p, psixologiya bu yerda juda ham oddiy. Sizga Thomas Edisonni eslataman, bilsangiz, u 10 ming martami shunaqa urinib ko'rib chiroq yaratgan. Siz shunchaki stop yeyishdan qo'rqyapsiz. Eng oddiy vopros bu. Stop bu обычный holat. 20 marta, 30 marta stop yeysiz ham, chunki stopsiz istoriya bo'lmaydi birinchilikdan. Bilib qo'yinglar o'g'illar. 10 ta stop, mana men sizlarga bitta istoriyani aytib beraman. 32 ta stopimni bitta сделкам покрывать qilgan, ya'ni qoplagan. 32 ta stopimni. Ya'ni chunki men risk managementga ketganim uchun, qaranglar. Biza Bektrader bilan o'sha tradingni boshlaganimizda sizlar uchun balki qanaqadir insight bo'ladi. Buni juda ham ko'p marotaba aytib o'tganman. Endi yangilar uchun menimcha qo'shimcha bo'ladi. Bizga plicho juda ham kichkina bo'lgani evaziga lot faqat kichkina ocha olganmiz. Bu degani bir necha urinishlar orqali kattaroq punktlar ushlashimiz kerak bo'lgan. Shu uchun bizda 15 talab, 20 talab stoplar bo'lardi, lekin oxirida bitta сделкamizni o'zi shu 150-200 punkt olib turib даже qoplab yuborardi. Shu uchun stop yeyishdan hech qanaqasiga qo'rqmanglar. Ya'ni bilmayman, stopsiz imkoni yo'qda hech qanaqasiga. Shunchaki 2-3 ta stop yeysizlar, stop qo'ymayman deysizlarda, shu bilan depozitni slif qilish kelib chiqadi va boshqa yana muammolar kelib chiqaveradi. Bir marta slif qilgan depozitingizni evaziga siz qayta bu ishni takrorlab boraverasiz. Nega? Chunki to'g'ri shakllanadi endi shu narsa. Shu uchun stop yeyishdan qo'rqish kerak emas birinchi o'chiratda. Hozir men sizlarga aytayapman, mana shu sistemadan foydalanib ko'ringlar, chunki bu yerda konkretniy stoplar berilgan. Foydalanib ko'ringlar, agar o'xshamasa sizlarga o'xshaydi, xudo xolasa maksimal darajada endi win rate baribir yuqoriroq bo'ladi. Chunki Assalomu alaykum, savolim bor edi. Rahmat. Savolim bor edi. Bering, oxirgi savol mana shu kattalar, keyin sizlarga kattalar bilan maslahat. Sentry shotda $100 tashlab turib ishlasam, bir hafta ichida $100 ni $500, $600 qilyapman.
Bizim lekin o'tsa, 100 dollarni o'zini tashlab turib ishlasam, sent emas, o'zi pro akkaunt ochib turib ishlasam, uni bir haftaga bormasdan slipga yuboryapman. chunki sottashkani qarang, 10,000 sent bor и 100. Tasavvur qiling, sifrani qarang. Sizda 10,000 sent bor и 100. Tasavvur qilyapsizmi? Конечно, slip qilasiz, chunki siz как подсознанияni именно 10,000 sifraga moslashtirib уже торговый tizimni tuzib bo'lgansiz, siz 100 dollar bilan nima ham qila olardingiz? Chunki 001 da o'zi ikkita oshiqcha lot ochsangiz, ya'ni 001 dan bo'ldi, depozitda plus minus 15% ketdi degan. 15% 100 dollar uchun hech narsa-da. Shuning uchun yaxshilab bir tizim qilib oling, o'sha 10,000 sentingizni o'zida keyinchalik 100 dollar bilan emasda yoki o'sha 10,000 ni ko'proq qilishga harakat qiling. 100 dollar bilan 100 dollardan ko'ra. Shuning uchun 100 dollar trading uchun ishoninglar. Tradingni boshqacha tasavvur qilinglar, maslahat bergan bo'lardim. Tradingda haqiqatda eshitgan gapinglar rost. Ya'ni o'zingizlarda yo'q summalarni ham boshqarsanglar bo'ladi. Slip qilsam, yo'q. U yerda slip qilish qoidasi yo'q hech qanaqa. Sizlarga risk reward belgilab beriladi. Misol uchun juda ham katta depozitni 10% riskni evaziga boshqarish imkoniyatingiz bor. Sizlarda esa sizlar uchun ana u investor uchun 10% hech narsadir, chunki razli investorlar bo'ladi, PAM immuniy sistemada. Shuning uchun avvalo perspektivliroq harakat qilinglar tradingni. Tradingda tizim muhim. Tushunyapsizlarmi? Sistemniy podxod deydi-yu. Shunga sentvida ko'tarib kelgan ko'proq nima bilan sizlar объемga qisqasizlar bilan pro akkauntga ishlasa bo'ladi deyapsiz-ku. Qarang. Sizlar ko'proq natijaga, ya'ni qanaqadir ochgan depozitinglarni sraz natija qilishga harakat qilasizlar. O'zi natija yillar mobaynida bo'ladigan narsa. Asli tizimni kuchaytirishga harakat qilinglar. Mana kuzatib borsanglar o'zi ketma-ketlikni hammasini tushuntirib boramiz. Faqat bir kunning o'zida hamma narsa mamnun qilib berib qo'yib bo'lmaydi, tushunyapsizlarmi? Shuning uchun maksimal darajada sizga ham meni ham me'yorimiz bor, ketma-ketlik bo'yicha shu tushuntirib boramiz. Xo'p, o'g'li savollarni bo'lsa to'xtatamiz. Dek shu yerdamisan? Bitta oxirgi savolga javob bersangiz bo'ladimi? Oxirgisi ham oxirgisi bo'lib ketib qoldi. Bering mayli. Bitta oxirgisi. Avvalambor assalomu alaykum. Sirojiddin aka sizga, keyin Asilbek aka ustozimizlaringizga. Bu natijaga chiqqan akani ham tabriklaymiz. Sizga bitta savolim bor edi, ustoz, agar iloji bo'lsa. Savol sal noo'rin bo'lishi mumkin. Qarang, tradingda strategiyalar ko'p-ku. Xo'p, zakonomerность juda ham ko'p, strategiyalar ko'p. Keyin sizga ikkita savolim bor. Inson o'zini tradingda strategiyasini yaratishi mumkin. Xo'p. O'sha masalan, men o'zim strategiyamni yaratishim uchun dastlab 3 ta bosqichni aytib bera olasizmi? Agar javob bersangiz. O'z strategiyangizni yaratishingiz uchun birinchi o'chratda yaqinda o'ylab topmadim, ya'ni guvoh bo'ldim. O'zingiz bilgan eng yaxshi 5 ta yoki 10 ta treyderni minimum fikrini o'rganib chiqishingiz, chunki yaxshi treyderlar, ya'ni deylik, YouTube'da agar bo'ladigan bo'lsa, videosini ko'rasizmi, boshqasini ko'rasizmi? Chunki sizda sistema yaratish uchun birinchi o'chratda fantaziya bo'lishi kerak. Ya'ni bozorga, keyin bozorni yaxshilab o'rganib chiqishi. Yana ikkinchi o'chratda bozorni eng ko'proq e'tibor beradigan tomoni secharaga qarab turib-da, to'g'ri, juda ham ko'p vaqtingiz ketib qolishi mumkin, lekin minimum maksimumga qarab turib juda ham ko'p narsani o'rganasiz. O'tmaslikka aytayapman. Chunki eng ложный va сложный proboylar aynan minimum maksimumda bo'ladi. Ложный proboy topgan trader все уже, значит, bu degani strategiyasi bor degani. Ложныйni bilasizlar, yolg'on takam aldiydi-yu, swip qiladi-yu, sraz qaytish degan narsa bor, bilasizlar. O'sha uchun ikkitasini bera olaman, uchinchisini o'sha ustozingiz berishi mumkin, bek trader. Ya'ni birinchisi o'sha, ya'ni o'zingiz yaxshi ko'rgan, deylik, plus minus 5 tadan 10 tagacha yaxshi treyderlarni maslahatlarini ko'rib chiqasizmi yoki sistemasini yoki o'sha bozorga qarashlarinimi? Ikkinchisi esa o'sha minimum maksimumdan chuqurroq o'rganishingizni so'rab qolardim va shunisi как disiplinali bo'ling. Ya'ni labay. Aka, shogirdingizga bitta savolim bor edi, mumkinmi? Oxirgisi. Bering aka. O'zi shogirdingiz uchun bemalol. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bir savolim bor edi, o'sha ishlagan shotingizda nechi lotdan ochgansiz, masalan, pozitsiyani nima edi? Qarang, men $1000 bilan qilganmiz, unumni eshitsa ochib tashlaydi-ku, shunaqa qilganmiz yo'q. Yo'q, biza yaxlit o'chamiz. Yaxlit o'chiladi. Biza unaqa martingale qilmaymiz-da, 001 larni terib unaqa qilmaymiz. Zonaga keladi. 3-4 punkt masalan stopimiz aniq, kirish nuqtasi aniq, все kiriladi. Stop yeydimi yoki yemaydimi? Все, ushlanadi aka, liba stop, liba take.
и 0.1 $1000 o'xshagan birinchi boshlaganman 0.1dan 0.1dan ishlash boshlaganmanda. Bu vaqt уже stopim $40dan $50 $60 atroflari aylanadi plus minus ana shu atrofda. Valyutada savdo qilgansan yo goldgami? Labay. Valyutada savdo qilganmisiz yo golddami? Ya, men gold sevadilar. Gold bilan bitta. Ikkitasiga. Savolim bor. Toshkentga borsak, oxir sizlar qayerdan topsak bo'ladi? Toshkentdan topasizlar, xudo xolisi. Kelishingizdan oldin aloqaga chiqing. 1 soat birga. Administratorlar bilan, to'g'rimi? Albatta. Siz administratorlar bilanmi? Albatta, jan, albatta. Administratorlar bilan. Rahmat. Ustoz. Bek. Sirojiddin aka. Iltimos oxirgisan iloji bo'yicha Buxorodagi seminarlarni ko'pchilik sig'adigan qilib tashkillashtirsangiz. Birinchi ochilish oldi seminarga borgan edim. Yana shu ko'proq foydali bo'lganlikda shunaqasini ko'paytirish. Buxoroda masshtabni qilishimiz kerak edi o'zi, yoki Samarqandda yoki Buxoroda qilishimiz kerak edi. Buni endi yangi yildan keyinga qoldiramiz o'g'li, nasib qilsa. Ikkalasidan bittasida qilib o'tamiz, masshtabni qilamiz, ya'ni aprosingga qarab o'tkazamiz, chunki baribir energiyamiz ketadi va kattalarning vaqtini olamiz. Shuning uchun sizlar uchun bir kun belgilaymizda, xudo xolasa masshtabni qilamiz albatta. Xo'p, rahmat aka. Keyin risk management kitobini. Buni tashlab qo'yamiz, hozir tashlab qo'yamiz. Rahmat akajon. Assalomu alaykum ustoz. Men so'nggi savolim bor, shu treddan tashqari. Qiziqtirgan savolim bor. Mumkinmi ustoz? Mumkin bo'lmasa ham o'sha yerda bering savolingizni. Avvalambor assalomu alaykum Sirojbek aka. Aka, men shu trade sohasida 2 yildan beri borman o'zi. Yaqin 3 oydan beri real shotga o'tdim. Sizlar strategiyalarni, sizlarni bashi nima bo'ladi? Bepul kurslarni o'rganib, real shotda 3 oydan beri ishlayapman. Kartadagi oborotim oshib ketdi. 2000, 3000 oshib ketdi. Risk bilan doyashga shu darajaga chiqib qoldim ustoz. Avvalambor sizlarga rahmat. Sizlarni mana bepul nimalaring bilan, resurslaring bilan. Endi meni qiziqtirgan savol, biz O'zbekiston sharoitida endi valyuta ayla boshlayapmiz. Kartadagi oborotimiz qanchagacha borguncha biz jismoniy shaxs sifatida bemalol oborot qilsak bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, yatitni ochmasdan bemalol ishlashlik bo'ladi, ustoz. Menimcha o'zi belgilab qo'ygan-u, agar kapital oladigan bo'lsak, 100 minggacha bir kunga. Bir oyga 100 minggacha qo'ygan. 14 minggacha plus 13,5 ming, 14 minggacha. Bir oyda 14 minggacha oborotim ko'taraveradi kartadagi. Shunaqa, soliq chaqirmaguncha bosaverasiz. Tushunarli. Shu tomonlaridan biroz so'chib endi baribir trade sohasida o'z bilasiz. O'zimiz atrofdan qarang. Oborotingiz oshgan taqdirda shuncha chekdagi daromad solig'i bo'ladi, и все, shuni to'laysizlar, bosaverasizlar, qo'rqinchli joyi yo'q endi. Tushunarli, ustoz. Rahmat, xudo xolasa, aka, oldingizga boramiz yozda. Xudo xolasa cho'pon kiydiraman. O'zim Farg'onadanman, ustoz. Qoldirmasdan ko'rsataman sizlarni. Kelinglar. O'zim olib boraman bekka oldiga. Xohlovchilar bo'lsa bekka oldiga o'zim olib boraman. Reysimiz bor bizlar. Xudo xolasa aloqalarimiz, ustoz. Joy sog' bo'lsin, rahmat kattaga. Aslbek aka. Labaga. Hop, masalan, Namangan, Farg'ona, hamma Toshkentdan kuzatuvchilaringiz bor-da. Hatto seminarlarda, onlayn, offlayn seminarlarda o'sha joylarga borib ham qilishni yo'lga qo'ysalar yaxshi bo'lardi. Va o'zim Namangandan kuzataman sizlarni. 2 yildan beri harakatlar zo'r, xudo xolasa. Siroj, eshitdingmi akang gaplarini? Men to'g'risi hech ham bormaganman, to'g'risi voha bo'ladimi yo'q? Vodiy tomonga hech ham bormaganman. O'tgan oyda kelib ketdingiz aka? To'yga bordim, endi kursdoshim Sirojniga borib keldim, ataga yaxshi joylar. Bir boraman, xudo xolasa, bir o'rtalig'i tanlaymizda, agar muxlislar dush ko'p bo'ladigan bo'lsa, takoy borib bitta zo'r seminar o'tkazib kelamiz, ko'p narsa. Xudo xolasa, offlayn bo'lsa, offlaynda savollar yaxshi bo'ladi, yuzma-yuz turib savollarga javob olamiz. Offlayndagi seminarlarimizda вообще ko'p bo'ldi, insight olib, endi soha qilganlar ko'p. Endi bizdan faqat ichkamizga tashlab, har birini storyga qo'yishgani yo'qda, o'shanga o'tkazamiz buni ham. Buni ham inobatga olamiz, akalar. Narsa yaqinda bo'lsa, hurmat qilib chaqirsanglar, biz o'tamiz. Hop, mana shunaqa takliflardan birsi aytib tursangizlar, qilamiz biz albatta. Sirojon Hasanda, lekin ish ko'p, u yanvar, fevralgacha olib. Shuncha pullar lab ko'rsam.
Da shunaqa. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? O'ylayman kam tugadi. Menda savol emas, bitta maslahat bor edi, agar ruxsat bersanglar. Mayli. Misol uchun hozir sizlarda auditoriyada asosan hamma o'rganadigan boshlang'ich nimalar, bitta ideya bor edi. Что если misol uchun community-laringiz uchun уже opiti bor, уже nimasi borlar uchun qanaqadir yangiliklar qila olasizlarmi? Именно трейдерlar, именно обмен opit bo'yichami, обмен знания bo'yichami, o'zbekchasi qanaqa bo'ladi shu masala bo'yicha? Qanaqadir или borib ko'rishib gaplashganda shunaqa gaplashsa bo'ladimi? Или shunaqa variantlar bormi? Tajribali trader. Shunaqa imkoniyat bor. Hozir ham bor, lekin kam foydalanishyapti ko'pchilar. Lekin bu narsani kuchaytirish planida biza. Mana hamma joydan deyarli ofisimiz bor-da, hozircha 3 ta joydan nasib bo'lsa shu fevral oylarigacha qattiqroq ishlasak ham, fevraldan yana bir 3 ta viloyatdan sразу ofis ochish planimizda bor-da akalar. Va bu narsadan maqsad mana shu opit almashish bo'ladi. Masalan, biz sizlarni viloyatlaringizga boramiz, bir necha kun bo'lamiz o'sha viloyatlaringizda, shu qaysi viloyatda biza bo'lsak, qaysi viloyatdagi ofisga keldik, o'sha ofisga kelsangizlar, birgalikda offlayn fikr almashishga imkonimiz bo'ladi. Bu shaxsan o'zimiz bilan bo'lgan imkoniyat. Tagda qachonki biza yo'q bo'lganimizda u ofislardan maqsad kurs sotish emas, sizlar uchun bo'ladi. Mana communityda kim bor podpiskasi, o'shalar keladida polni bizani o'sha glavniy ofisimizda bemalol fikr almashib, opit almashib, ofisda o'tirib ishlashga sharoit bo'ladi. Uzog'i akalar mana точный sifralar bilan 1 oy ichida mana shu narsa bo'ladi. Yangi oyga o'tib. Hozir shu oy shu ishni progressda biza nasib bo'lsa. Tushundim, rahmat. Keyin Aslibek aka o'tgan safargi nimada streamda aytib berganingiz o'zingiz tarixingizda, и xuddi o'sha как бы история, как бы men boshimda ham как бы схожая история-da. И как бы men o'ylagandimki, agar iloji bo'lsa, adminga yozgandim, как бы не получилось до вас как бы достучаться, как бы sizga o'zingizga aloqaga chiqishga. Agar iloji bo'lsa, siz o'zingiz bilan bir maslahatlashadigan gaplar bor edi. Iloji bormi? Nima masala endi? Ozmaski iloji bor desam, hammaga ilojini qilishim kerak-da. Не-не-не, имеется в виду в какой-то степени обучение masalasida, в какой-то степени обмен опыт masalasi bo'yicha, и undan tashqari bir ikkita planlarim bor. O'zim ham как бы как трейдерman, o'zimning ham plan proyektlarim bor. Но возможно, с вашей стороны какое-то привлечение ресурс bo'ladimi или активность bo'ladimi shunaqa masalada. Имеется в виду, manda уже выстроены психология, выстроены стратегия, hammasi nima рабочая. И какой-то степени shunaqa maslahat desak ham. Bo'lmasa aka, qarang, ofisga keling, adminlarimiz bilan bog'laningda, bir qator Siroj bilan ofisga prima offlayn ko'rishishga keling. O'sha yerda men bilan ham bog'laydi, Siroj o'z bilan ham bir qator maslahatlashaylik. Jota yaxshi traderga o'xshyapsiz, bir nimalar qilamiz ekan. Ma'qul. Bo'ldi. Tushundim. Ofisda Toshkentda bo'lasiz, to'g'rimi? Ha, Toshkentda. Aloqalashib kelsangiz, xabarlashmangiz lokatsiyalarini aytib o'taman. Ertaga borsa bo'ladimi? Ertaga bitta xabarlashing. Chorshanbaga bo'lsa kerak-ku, ertaga. Chorshanbaga bo'ladi. Chorshanbaga. Bo'ldi, yozib qo'yaman. Всё, aka. Rahmat, charchamang. Rahmat. Xo'p, kattalar endi shu joyda Assalomu alaykum. Aslibek aka. Darsda gaplashamiz sizlar bilan. Kattakon rahmat, hammaga rahmat kattalar. O'zi 1,5 soatcha bo'lib qoldi o'sha qilayotganimizga. Просто hammaga depas tarqatmoqchi edik, ko'rdingizlar, hamma har xil savollar bergani uchun kimga nima deyish bilmadik, shu boshida kimlarga aytdik, shularga hozircha depas beramiz. Depaslaringiz turibdi kattalar. Nechta devorda Artyom? Qo'rqmasdan, zapisda bir 35 talar devorda Artyom. 35 talar borda. Iloji yo'qda shu gapirgandan keyin qilishing kerak-da, Siroj. Shuning uchun 35-50 talar devorda, endi shu 50 tagacha baribir tarqatamiz. Hozircha sizlar sanab turinglar, menimcha bir 2 kishiga yoki 3 kishiga beradiganimizda qolganlariniki turibdi, sekin-sekin tarqatib beramiz kattalar. Kelishdik-a. Shogird uzr, shu oxirida sizga javob bera olmadik, to'g'ri, lekin siz communityda borsiz, siz eng oxirida xudo xolasa communityda qolgan masalalarni eshitamiz. Xo'p, o'zimiz komandalardan kimda nima maslahatli ish bor? Artyom, nima masala? Normal bo'ldimi? Hammani bo'ldi. Yangi hafta uchun tayyorgarlik ko'raylik og'alar. Xo'p, communitydagilar, communityni bosamiz yangi haftadan va katta kanalga Backtrader o'zi sizlarga idealniy analizlarni, Backtrader analizlarini kuzatyapsizlarmi? Chizadi boradi o'sha ham. Shuning uchun foydalanishga soqqani qilish kerak. Shunaqa kattalar, mana sizlarga maksimal darajada strategiya berdik. Xo'p,
risk management formulasini berdik. Hozir PDF-ni ham tashlab o'tamiz. Endi depozit lekin barchaga bera olmadik. Xudo xohlasa kuzatib boringlar. Yangi haftadan libo yoqqan streamimizda savol javob qilsak bo'ldi. Berib boraveramiz sekin-sekin kelishdi ham. Hammaga rahmat o'g'li. Charchamanglar. Zaps bo'ladi. Tashlab beriladi albatta. Hammaga omad. Charchamang.